Zo'r, rosa do'stlar sizga qo'shilamiz. Qolganlarga joylashtiramiz. Juda ko'p tashakkurlar. Ajoyib. Charchab qolmadingizmi? Foydali degan o'ylaymiz. Eski kinoda aytgandek og'ir foydali o'zlari tajribasidan bo'lganlar olamiz. Xo'p, tekshirdik. Ho'p, bugungi umuman o'zingizni bugungi tadbirlar mavzusiga e'tibor berganingizda, sun'iy intellektga doir dasturchilarga, yo'lovchilarga, marketing startapchilarga bo'lgan foydali ma'lumotlardan iborat. Hozir qanaqaman mavzular birinchi sahnaga qaramaganlar uchun rasmga olasiz? Qani, ochib qolsa 2 marta bossangiz kamera qiladi. 2 marta bossangiz, so'ng kamera qiladi. Yolg'onchi kamera degan bittaman o'zlari tasvirlashi kerak. Mahalliy kompaniyalar ichida katta shu ta'lim platformalari, ta'lim yo'nalishi anchagina katta qadam tashlagan jamoalardan tadbirimizda hozirgi tadbir qanaqa bo'ladi? Hozir 3 ta spikerimiz bor. Har bittasi o'zidan kelib chiqib eng zo'r best experience'larni ko'rsatishadi. Spikerga bemalol tadbir tugagandan keyin versiyada bo'ladi. Nima bo'ladi? Speech tugaydi. Bemalol keyin zaldan 3 tagacha bo'lgan savollarni beramiz va hamma spikerlar chiqqandan keyin bemalol o'zlari tasvirni o'chirib qo'yaman. Ko'p o'shlarni davom etmayman. Demak, sahnaga Mohirdev jamoasi rahbari Anvar aka Narzullar chaqirib qolamiz. Qarshilar. Anvar aka, bir marta xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Anvar aka, speeches boshlanishdan oldin qisqacha bitta savol bilan boshlamoqchi edik. Undan keyin chiqib ketayotgan paytda ham keyingi spikerga bir savol bilan tugatamiz nasib bo'lsa. Savol shundan iboratki, mana juda ko'p startapchilar, dasturchilar bor. Bundan spikerlarni nutqidan kelib chiqadi, panel diskussiyalar natijasini shunaqa o'yladimki, mana buni ham aytdik. Ya'ni dasturchilar o'zi produkt owner bo'lib ketadi-da, nima qilasiz? Ertaga men faqat dasturchiman degan narsa qolmayapti. Hozir ushbu jarayon, ushbu tushuncha mohir devdachidan qanaqa? Shu haqida qisqacha bir aytib bersangiz. Yo'q, siz anaqa prezentatsiyam 15-slaydga o'tib ketdingiz-da birdan. O'sha joyda gaplashamiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Birinchidan Uzgeeksni bunaqa katta tadbir bilan tabriklayman, bunaqa katta sana bilan. Ya'ni 10 yil bu juda katta muddat. 10 yil oldin menimcha mohir deb aniq yo'q edi va juda ko'pchilik mana bu yerdagi yoshlar hali ITga qiziqmagan edi ham deb o'ylayman, maktabda o'qib yurgan bo'lsa kerak. Shuning uchun katta muddat, ancha yildan beri IT sohasiga hissa qo'shib kelayotgan mana shunday bir yo'nalishlardan biri Uzgeeks, shuning uchun tabriklaymiz birinchi navbatda. Xo'p, endi bugungi mavzu sun'iy intellekt ertaga kech. Nima uchun ertaga kech? Nima uchun biz sun'iy intellektni bugundan o'rganib boshlashimiz kerak? Mana boya panel diskussiyada ham qiziq nima deydi, muhokamalar bo'ldi va bitta muhokama, misol uchun sun'iy intellekt bu bizni ertaga ongsiz qilishimizga sabab bo'ladimi, ongsiz bo'lishimizga yoki bo'lmasam bizga qanaqadir salbiy ta'siri bormi, ijobiy ta'siri bormi deb gaplashildida. Bular hammasi kech bo'ldi. Salbiy bo'ladimi, ijobiy bo'ladimi, sun'iy intellekt ke bo'ldi. Endi uni orqaga ketkizib bo'lmaydi. Buni hech qanaqasi iloji yo'q. Sun'iy intellekt faqat endi oldinga yuradi va hayotimizga borgan sari ko'proq kirishni boshlaydi. Men ko'pincha sun'iy intellektni solishtirganda uni insoniyat hayotini keskin o'zgartirib yuborgan boshqa texnologiyalar bilan solishtirishni yaxshi ko'raman. Misol uchun mana kompyuter. Kompyutersiz, mana bugun menga aytinglar, biror kishi shu yerda bormi? Men kompyutersiz yashay olaman, kompyutersiz ishlay olaman deydigan odam bormi shu yerda? Bir dona bo'lsa ham. Yo'q, to'g'rimi? Kompyutersiz masalan bir kun dam olishingiz mumkin xolos. Masalan, ishlayman, kompyutersiz ishlayman degan odam bormi? Yo'q. Internetsizchi? Masalan, hozir internetsiz ishlay olaman. Meni faoliyatim internetga bog'liq emas. Men bir oy misol uchun ishlab, maosh olaman, internet ishlatmasdan deydigan odam bormi shu yerda? Yo'q. Ya'ni internet bizning hayotimizga shunaqangi kirib keldiki, internetsiz hayot yo'q. Internetsiz hech qaysi bir kasb yo'q.
tasavvur qila olmaysiz. Ya'ni agar ham juda uzoq bir nima deydi, qo'l mehnatiga bog'langan kasb bo'lmasa, qurilishda, fermada bo'lmasangiz, demak 100% kasbingiz, ishingiz internet, kompyuter bilan bog'liq va sun'iy intellekt mana shunaqangi texnologiya bo'layapti. Lekin bitta katta farqi bor. Texnologiyalar paydo bo'lgandan boshlab kundalik zaruratga aylanish bosqichi bor. Birinchi kompyuterlar 50-yillarda ixtiro qilingan, to'g'rimi? Kashf qilingan, ixtiro qilingan. Birinchi shaxsiy kompyuterlar 80-yillarda paydo bo'lgan bo'lsa, 80-yillardan bu shaxsiy kompyuterlar to kundalik zaruratga o'tguncha 25-30 yil vaqt o'tib ketgan. Ya'ni 80-yildan to 2000-yil boshlarigacha, O'zbekistonda undan ham kech 2010-yillargacha hatto hech kim yo'q, men kompyutersiz kunim o'tadi deydigan odamlar bo'lgan. Hozir unaqa odamlar qolmadi. Ya'ni kompyuter kundalik zaruratga aylanguncha 25 yil, 30 yil o'tib ketdi. Xuddi shu kabi internet. Birinchi, misol uchun, veb sahifalar o'sha 90-yillarda paydo bo'lgan bo'lsa, 91-yilda paydo bo'lgan bo'lsa, birinchi veb sahifa, to bu narsa internet biz usiz yashay olmaymiz degangacha oradan yana 20 yil o'tib ketdi. Ya'ni juda uzoq muddat o'tdi-da. Smartfonlar mana, hozir smartfonsiz kunimizni tasavvur qilish qiyin. Mayli mana Apple'ni olaylik, 2008-yil taqdim qilinganmi? To biz bo'ldi, smartfonsiz kunimiz o'tmas ekan, telefonim uyda qolib ketsa qaytib kirib olib chiqib ketishim kerak. Esimdan chiqib qolsa, sen Yandexdan chiqarib yuborishligi kerak deydigan darajaga kelgunimizcha kamida 10 yil o'tdi. 2018-2020-yillar kelib, smartfonlar hozir butunlay 100% hammada bor. Smartfonsiz odamlar kun o'tmaydigan darajaga kelib qoldi. Demak, mana shu bosqichni sun'iy intellekt juda ham tez bosib o'tyapti. Ya'ni haddan tashqari katta tezlik bilan bu bosqichlardan o'tib ketyapti sun'iy intellekt. Va bu ertaga kech deyishimizga bitta sababi yuqoridagi texnologiyalarda bizda adaptatsiya uchun vaqt bo'lgan. Ya'ni kompyuter o'rganishimizga uzoq muddat bo'lganda, 5 yil, 10 yil o'rganishga bizga qo'yib berilgan. Sun'iy intellektda mana shu narsa juda ham tez bo'lyapti. Kompyuter ham rivojlanish bosqichida ham bir nechta bosqichlardan o'tganda, kompyuterlarning har xil turlari paydo bo'lgan va hokazo. Sun'iy intellekt ham mana shu bosqichlardan juda ham tez o'tib ketyapti va biz agar shuni hozir o'rganib boshlamasak, ertaga bizga bu narsalar kech bo'ladi. Endi har gal yangi texnologiya paydo bo'lganda biz eshitadigan narsa voydod millionlab odamlar ishsiz qoladi. Bu sun'iy intellektda mana hozir hamma gapiryapti, to'g'rimi? Millionlab odamlar ishsiz qoladi deyilyapti. Xuddi shu gap internet paydo bo'lganda aytilgan, xuddi shu gap kompyuter ixtiro qilinganda aytilgan. Va bular hammasi 100% to'g'ri. Millionlab odamlar ishsiz qoladi. Tarixda xuddi shunday bo'lgan. Internet ixtiro qilingandan keyin millionlab odamlar ishsiz qolgan, kompyuter ixtiro qilinganda ham millionlab odamlar ishsiz qolgan. Juda ko'p kasblar o'zgarib ketgan. Mana misol ko'rasizlar kompyuterlarda. Misol uchun biz bilmagan sohalar. Kim u kartochka operatori? Bilmaysizlar. Telegrafchilar kim? Men yoshligimda bor edi shu odamlar. Hozir yo'q. Hozir telefon, mana ATS degan so'zni hamma eshitgansizlar. Nima degani ATS? ATS eshitasizlar, to'g'rimi? Telefonni ATS deysizlar. Nima ATS? Dajman bir xil eshitmasa ham kerak, bilmasa ham kerak. Avtomatический anaqalar, to'g'rimi? Nima uchun avtomatический telefon sistema? Nimaga avtomatический? Undan oldin qanaqa bo'lgan? Siz bir joydan ikkinchi joyga qo'ng'iroq qilganingizda, o'rtada bitta odam ikkita simni ulab o'tirgan. Va siz masalan Toshkentdan Samarqandga telefon qilsangiz, o'rtada operator o'tirgan. Operator qiz telefonni ko'targan, Samarqandda falon nomerni ulab bering desiz, o'sha nomerga bundoq qilib kabel tiqqan. Bu yoqdan siznikini ulab turib, unga tiqqan. Va mana shu bitta dona mana shu kasbni o'zida millionlab ayollar ishlagan ekan. Millionlab, ya'ni butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar ishlaganda, bu narsalar avtomatlashishi bilan, kompyuterlar paydo bo'lishi bilan bir kunda mana shu kasblar yo'q bo'lib ketdi. Shu kabi demak kasblar yo'q bo'ldi, ba'zilar transformatsiya bo'ldi. Arxitektorlar oldin qog'oz bilan qalam bilan qog'ozga chizgan bo'lsa, keyinchalik ular hammasi kompyuterga o'tishdi. Buxgalterlar hisoblarni hammasini chotlar bilan, haligi ledger book deydi-ku, buxgalterskalik kitoblarda yurg'izgan bo'lsa, keyin kompyuterga Excelga o'tishdi, 1Sga o'tishdi va hokazo. Juda ko'p sohalarda transformatsiya bo'ldi va biz kutmagan yangidan yangi millionlab ish o'rinlari yaratildi. Dasturchilar paydo bo'ldi. Mana shu yerda o'tirgan mana shu hammanglar mana shu kompyuterlar bo'lmaganda birortanglarda ishlar bo'lmadi, aksariylar, to'g'rimi? Shu kompyuterlar bo'lgani uchun hammalarning nimadir ishlar bor. Kimdir dizayner, kimdir dasturchi, kimdir sistemni administratori bo'lishi mumkin va hokazo. Va agar biz kompyuterlar bilan internetlarni qaraydigan bo'lsak, har bitta yo'qotilgan ish o'rniga 2,5 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Ya'ni millionta ish yo'qolib ketgan bo'lsa, o'rniga 2,5 millionta yangi ish paydo bo'lgan. Sun'iy intellektda ham hozirdan o'sha tendensiya ko'rinyapti. Har bitta yo'qotilgan ish o'rniga 1,8 ta yangi ish o'rni yaratilyapti. Ya'ni hozir yaratilyapti. Va lekin shu bilan birga juda ko'p kasblar transformatsiya bo'lyapti va juda ko'p sohalar yo'qolib ketyapti.
Bu ham bor. Ya'ni juda ko'p kasblar yo'q bo'lib ketyapti. Buni ham inkor qilib bo'lmaydi. Va agar biz hozir vaqtida sun'iy intellektni qabul qilib, uni o'rganishni, uni foydalanishni boshlamasak, biz mana bu qizil joyda qolib ketamiz. Misol uchun SEO copywriterlar sekin-sekin yo'qolib boryapti. Nimaga? Chunki sun'iy intellekt matnni yaxshiroq yozyapti, tezroq yozyapti, sifatliroq yozyapti. To'g'rimi? Support xodimlari, chatbotlar hozir tezroq javob beryapti va sifatliroq javob beryapti, uxlamasdan javob beryapti, to'g'ri javob beryapti va hokazo. Demak, mana shunday kasblar yo'qolib ketyapti. Va agar tarixga qaraydigan bo'lsak, bugungi kundagi kasblarning 60% bor yo'q 80 yil oldin mavjud bo'lmagan. Siz agar 1950-yilga borib men marketologman, targetologman desangiz, ustingizdan kuladi. Nima bu deydi? Mol boqasanmi, qo'y boqasanmi deydi. To'g'rimi? Bu kasblar bo'lmagan. 60% bugungi kundagi kasblar hammasi yangi kasblar. 100 yil oldin, 80 yil oldin bular mutlaqo birortasi bo'lmagan. Va texnologiya paydo bo'lishi bilan mana shunaqa yangi kasblar paydo bo'lib boryapti. Va sun'iy intellekt ham juda tez o'zgaryapti shu bilan birga. Ya'ni shu haddan tashqari tez ketib qolyapti. Bor yo'g'i mana 4 yil ham bo'lgani yo'q. ChatGPT chiqqaniga 2022-yil noyabrda chiqqan bo'lsa, biz o'shanda chatbotlarda oddiy matnlar bilan gaplashgan bo'lsak, tekst yozamiz, bizga nimadir javob qaytaradi, bo'ldi. Bir pasda multimodal bo'ldi, to'g'rimi? Endi unga rasm yuborish mumkin bo'ldi, unga video yuborish mumkin bo'ldi. Va teskarisi, siz unga rasm unga matn yuborasiz, u sizga rasm generatsiya qilib beradi. To'g'rimi? Jadval yuborasiz, u jadvalingizdan grafik chizib beradi. Matn yuborsangiz kod yozib beradi. Ya'ni multimodal bo'lishga o'tdi. Mana undan keyin raglar paydo bo'ldi, pluginlar paydo bo'ldi. To'g'rimi? Raglar bu nima degani? Chatbotlar agar umumiy internetdagi hamma ma'lumotlar asosida javob bersa, raglar endi faqatgina sizning ma'lumotlaringiz asosida javob beradigan sun'iy intellektlar paydo bo'ldi. O'zingiz tashkilotingiz uchun, o'zingizni demak shaxsiy balki ishlaringiz uchun sun'iy intellekt yaratib qo'yishingiz mumkin va sun'iy intellekt chatbot mana shu ma'lumotlar doirasida sizga javob beradi. Juda qulay instrument. Tashkilotlar bo'lishi mumkin, boy call center bo'lishi mumkin va hokazo. Agent chatbot ulab qo'ysangiz, sizning ma'lumotlaringiz asosida javob beradi. Pluginlar paydo bo'ldi. Pluginlar bilan endi biz mana bu chatbotni oynasidan tashqariga chiqdik. To'g'rimi? Oldin siz faqatgina ChatGPT bilan gaplashib o'tirgan bo'lsangiz, Gemini bilan gaplashib o'tirgan bo'lsangiz, endi siz pluginlar yordamida ChatGPTga tashqaridagi qo'shimcha dasturlarni, qo'shimcha xizmatlarni ulash imkoniyati paydo bo'ldi. Mana misol uchun Notion kimdir ishlatsa, Notionga bog'lab qo'yish mumkin. Kimdir Google Drive ishlatsa, Google Drive'ga bog'laydi, kimdir Telegramga bog'laydi, kimdir Gmailga bog'lab qo'yadi. Booking.comga bog'lab qo'yib, chatbot orqali misol uchun gostinitsa zakaz qilishingiz mumkin. Mana shunaqangi pluginlar orqali juda ko'p imkoniyatlar paydo bo'ldi. Undan keyin yana bitta bosqichida mana agentlar paydo bo'ldi, skilllar paydo bo'ldi. Skilllar endi nima? Siz sun'iy intellektga ma'lum bir ko'nikmani o'rgatib qo'yishingiz mumkin. Siz aytasiz, misol uchun mana ChatGPT ichida qarasangiz GPTlar bor, custom GPT degan joyi bor. To'g'rimi? Yoki Cloud Code'da ham bor. Kirsangiz, Cloud'da ichida skills degan joyi bor. Sen yurist bo'lasan deysiz. Mana meni korxonamning yuridik dokumentlari, sen menga yurist bo'lasan, men sendan nima so'raganimda yurist sifatida javob berasan deysizlar. Bo'ldi. Bu chat faqat yurist bo'ladi. Bu chat esa buxgalter bo'ladi. Bu chat esa dizayner bo'ladi. Va ularga mana shu skilllar yordamida siz qo'shimcha qandaydir ko'nikmalarni o'rgatib qo'yasiz va sun'iy intellekt sizga mana shular asosida javob beradi. Agentlar paydo bo'ldi. Agentlar endi nima qiladi? Mustaqil ishlaydi. Chatbot bilan asosiy ishni baribir siz qilasiz. Nimadir so'raysiz, nimadir javob qaytaradi, yana so'raysiz, aniqlashtirasiz, nimadir chizib ber deysiz, nimadir yasab ber deysiz, lekin haligi muloqot, suhbat ketaveradi. Chatbot bilan suhbat ketadi. Agent bilan suhbat yo'q. Siz agentga bir marta vazifani tushuntirasiz, ketdi o'zi. Boradi, hamma ishlarni bajarib, sizga oxirgi natija bilan qaytib keladi. Ya'ni va undan keyin endi mana hozir keyingi bosqichi pipeline'lar paydo bo'ldi. Ya'ni bir nechta agentlar bir-biri bilan ishlaydigan butun jarayonni, misol uchun tepada bitta project manager agent qilasiz. Bu project manager agentingiz tagida dizayner agent yaratadi, front-end agent yaratadi, back-end agent yaratadi, ular bilan birga ishlaydi. Ya'ni mana shunaqangi rivojlanib ketyapti. Va afsuski juda ko'pchilik hali ham nima bo'lyapti? Birinchi chatbot qismida yuribdi. Hali ham chatbot bilan ochib ChatGPT bilan gaplashadi, Gemini bilan gaplashadi. Mana shu bosqichdan o'ta olmayapti. Juda ko'pchilik, 90% odam mana shu bosqichda yuribdi. Multimodallardan juda kamchilik foydalanadi. Rag, plugin, skill, agent, pipeline degan narsalarni-ku hatto eshitmaganlar ham bor. Qani oramizda kimlar agentlardan foydalanyapti? Zo'r, mana bilinadi. Sразу aytgani kelganimda
kecha ham xuddi shu ma'ruzani nima biznes va tadbirkorlik oliy maktab bor ekan, xuddi shu ma'ruza gapirdimda. Hech kim qo'l ko'tarmadi-da. Xo'p, rag desam, rag ham multimodal masalan, hech bo'lmasa haligi yo'q-da. Hammalik chatbot, hamma chatbotda tadbirkorlar o'tiribdi, tadbirkorlar, tashkilot rahbarlari o'tiribdi, hali ham demak chatbot. Sunchilik deganda bitta kecha olib aytadi, men deydi sunchilik desa deydi, bolalarim ko'tarib keladi deepfake videolar deydi, shuni o'ylabman deydi. Kuchukni qarang, mana mushukni qarang deb ko'tarib keladi, shu ekan sunchilik deb, nimasi qiziq buni, yig'ishtir buni deb o'qivorim deydi. Bunaqa narsalarga bilmabman sunchilik deyapti-da. Ya'ni odamlarda, aksar odamlarda, ITdan tashqaridagi odamlarda hali ham tushuncha mana shunday. Va sunchilik bu ketishda yangi kommunal xizmatga aylanadi. Ya'ni hozir sunchilikdan qanaqa foydalanasiz? Oylik subscription sotib olasiz. To'g'rimi? Kompaniya bo'lsa, xodimlaringizga kimgadir olib berasiz, kimgadir olib bermaysiz. Kimgadir kerak, kimgadir arzonini olib berasiz, kimgadir qimmatini olib berasiz. Kimdir masalan men dasturchiman, cloud kodni $200 kerak deydi, ha mayli deb olib berishingiz mumkin. Kimdir menga $20 yetadi deydi, kimdir bepulda o'tiradi. Haligi hamma xohlagancha foydalanib yotibdi-da. Ertaga sunchilik bu kommunal to'lovga aylanadi. Oylik to'lov bo'ladi. Kompaniyangizga oyning oxirida счетчик bo'yicha shot keladi. Bu xodimga to'lamaysiz, butun korxonaga bitta to'laysiz. Uyingizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana hozir siz internetga qanaqa to'laysiz? Uyingizda 5 kishi siz xaritasiga alohida olib berasizmi? Yo'q, bu kommunal to'lov internet. To'g'rimi? Uyingizda Wi-Fi o'rnatib qo'ygansiz, har oy Uztelecomdan sizga shot keladi, to'laverasiz bo'ldi. Sunchilikda ham xuddi shunday bo'ladi. Bosqichda siz sotib olasiz, bitta kompaniya bilan shartnoma qilasiz, masalan OpenAI bilan shartnoma qilib qo'yasiz. Har oyning oxirida OpenAIdan bittasi telefon qiladi, aka счетчик rasmga olib tashlab yuboring deydi. Rasmga olib tashlab yuborasiz, keyin sizga pul chiqarib beradi. Sovuq suvda shunaqa qilishadi doim. Xo'p. Keyinlar endi bu narsalar, hozir men gapirayotgan narsalar quruq gap bo'lmasin. Bu Anvar aka prosta osmondan olib gapirayotgan ekan yoki kelishdan oldin ChatGPTni ochib prezentatsiya qilyapti 15 minutda deb o'ylamasligingiz uchun realni bizning kompaniyamizda bo'layotgan o'zgarishlar haqida, ya'ni sunchilik biz qanday qo'llashimiz haqida gapirib beraman. Birinchidan mana boya shu to'g'rida savol so'raldi. Bu qandaydir regulyatsiya qilinyaptimi, qandaydir hujjatlar bormi, yo'qmi? Bizda bor. Biz yaqinda ishlab chiqdik, demak Development Team Playbook. Va bu yerda bizda birinchi qoidasi, demak AI endi majburiy, sunchilik majburiy. Ixtiyoriy emas, optional. Birinchi qoida shundan boshlanadi. Birinchi bo'lim shundan boshlanadi. AI is mandatory, not optional. Shundan boshlaymiz, ya'ni hamma uchun majburiy bo'ldi sunchilikdan foydalanish. Bu ayniqsa dev team uchun. Qo'lda kod yozish mumkin emas bizda. Mana shu narsaga keldik. Va shunga kelishimizga majbur bo'ldik. Bu bekordan bekorga emas. Boya savol so'raldi. 100% ishonsa bo'ladimi? 100% dasturchiga ham ishonmaysiz-da. Ya'ni shunga darajaga chiqdikki, sunchilikka ko'proq ishonyapmiz. Dasturchidan ko'ra-da. Shunaqa darajaga chiqib qoldik. Demak, Cloud Code kamida har bitta dasturchimizga obuna olib berilgan. Hammasiga o'sha $150 olib berilgan. Plus ba'zilariga $200 yana qo'shimcha olib beriladi. Token, ya'ni qilayotgan ishiga qarab bu haqida hozir gapiraman. Davlat loyihalarimiz bor. Uchun biz ichki klaster ko'targanmiz. Alohida katta sunchilik klaster ko'tarilgan. U yerda Qwen 3 Coder, Qwen 3.6, Gemma Tor va hokazolar ko'tarilgan. Ya'ni agar siz davlat loyihalarida ishlasangiz, marhamat, open source ichkarida modellar ko'tarilgan, Cloud Code bilan bir xil interfays, birga bir foydalansangiz bo'ladi. Va hokazo, demak, lokal serverlar mana shunday guide ishlab chiqildi. Endi yangi haqiqat. Bu hozir Mohir Devda mana shu narsa haqida gapiraman. Bu narsaga biz keldik. Hozir ustilardan ozginalik dasturchilar bo'lsa, ustilardan sovuq suv quyamiz. Mohir Devda endi bunaqa yo'nalishlar yo'q. Yo'q bizda front-end yo'q, bizda back-end yo'q, mobile, QA, DevOps, designer degan lavozimlar yo'q. Endi biz ishga olishda bunga qaramaymiz. Bizga kerak emas. Siz front-endchimisiz, back-endchimisiz? Bizda bunaqa lavozimlar endi bundan keyin bo'lmaydi. Va biz bu bo'yicha, ya'ni agar men faqat front-endman deydigan bo'lsa, ular bilan xayrlashamiz. O'rniga nima? Tasdiqlaydi mana dasturchilarimiz ikkitasini o'tgan hafta xayrlashganimizdan keyin. Full cycle dev. Software developer plus sun'iy intellekt. Full cycle dev bo'lishingiz kerak. Full cycle. Boshdan oxirigacha hammasini, tepadagi 6 ta narsani hammasini qila olishingiz kerak. Tabiiyki buni qila olmaysiz. Tabiiy. Demak, siz yoningizda yordamchi kim bo'ladi? Bu sun'iy intellekt bo'ladi. Xo'p, endi savol tug'iladi. Biz dasturchilarni qanday qilib darajalaymiz? Junior dasturchi bu nima degani? Middle nima degani? Senior nima degani? Shu paytgacha hozir qanaqa o'lchanadi? Junior bilan middle nima farqi bor?
tajriba zo'r. Tajribasi, sifatli kod yozishi, to'g'rimi? Sistemli mishleniya mana loyihani tepadan ko'ra olishi, to'g'rimi? Keyinroq o'ylay olishi. Bularni hozir hammasini sun'iy qila olyapti. To'g'risida masalan tajriba sun'iy dasturchilarning o'rtasidagi tajribani olib tashladi. Ya'ni 5 yillik senior dasturchi bilan 10 yillik senior dasturchining farqi qolmadi. Middle bilan seniorning orasidagi farq juda ham yaqin bo'lib qoldi. Juda ham haddan tashqari yaqin bo'lib qoldi. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalanayotgan middle bemalol senior darajasida kod yozadigan bo'lib qoldi. Biz buni demak o'zimiz tajribamizda ko'rdik. Mana shu narsani sinovdan o'tkazib ko'rdik. Xo'p, unda biz qanday qilib endi darajalaymiz? Raz tajriba sun'iy intellekt tajribasi ko'proq bo'lyapti-da, chunki sun'iy intellekt hamma dasturchilarning tajribasi asosida o'qitildi. Kod yozish sifati bo'yicha ham sun'iy intellekt xafa bo'lmanglar, junior dasturchilardan 10 karra yaxshiroq yozadi. Middle senior dasturchi darajasida yozyapti va tezroq yozyapti. Xo'p, unda biz dasturchilarni qanaqa farqlaymiz endi? Kim middle, kim senior, kim junior? Nimasiga qaraymiz endi? Nimasiga? Token yo'q borishadi-kunda. Qancha ko'p skop, qancha ko'p mas'uliyat olishiga qarab. Bizda kompaniyada junior dasturchi bu bitta featureni noldan productiongacha o'zi olib bora olish kerak. Bir dona feature. Bitta tugmani qo'shib berish. Bu narsa men bunga qayerdan keldim? O'tgan oy qiziq narsa bo'ldi. O'tgan oy emasmi? 2 oy oldin bo'ldi. Bitta feature kerak bo'ldi. Juda kichkina feature. MohireDevda to'lov tizimiga bitta joyga nimadir chizib berish kerak bo'ldi. Bitta qo'shimcha to'lov tizimini qo'shish kerak bo'ldi. Keyin men o'sha project manager chaqirdim. O'sha to'lov tizimiga javob beradigan project managerimiz bor edi. Demak boshladik. Project manager chaqirdim. Project managerga aytdim, menga mana shu narsa kerak desam, bo'ldi, dizaynerga aytamiz dedi. Chizib beradi dedi. Yaxshi. Okay, keyinchi aytsam, keyin dedi front-endga aytamiz, yasab beradi dedi. Keyin back-endga aytamiz, logikasini qilib beradi dedi. Keyin QA ga aytamiz, tekshirib beradi dedi. 5 kishida bitta kichkina featurega 5 kishi. Mana shu men uchun haligi переломный moment deydi-ku, sindir haligi nuqta bo'ldi-da. O'sha project manager birinchi ketdi. To'g'risini aytaman. O'zi ketdi, o'zi xohlab ketdi. Project manager ketdi va ketidan front-end back-endchilar ketdi. Mana shu narsadan keyinda demak bitta featureni junior dasturchi boshdan oxirigacha o'zi olib bora olish kerak, to'liqligicha. Va bu yerda masalan front-end bo'lsangiz, back-endni sun'iy intellekt yordamida qiling. Back-end bo'lsangiz, aslida hammasini qilishingiz kerak. Buni hozir tushuntiraman. Middle dasturchi bo'lish uchun bitta mahsulotni yoki bitta modulni, ya'ni odatda loyiha katta bo'lsa, ichida bizda bir nechta modullar, bir nechta mahsulotlardan iborat bo'ladi, mustaqil qila olishingiz kerak. Bitta mahsulotning ichida ko'plab featurelar bo'ladi. Senior bo'lmoqchimisiz, bitta loyihani mustaqil qila olishingiz kerak. Bitta loyiha, lead bo'lmoqchimisiz, uje portfolio manager bo'lishingiz kerak. Bir nechta loyihalarni boshqara olishingiz kerak. Bularning hammasi nima bilan bo'ladi? Sun'iy intellekt agentlar, agent orchestration deyilyapti va plus qo'l ostingizdagi 3-4 ta dasturchi bilan qilinadigan narsalar bo'lyapti. Demak, va ishoninglar, boshqa joylarda ham, boshqa kompaniyalarda ham mana shu narsaga qarab ketilyapti. Misol uchun buni Antropika mana yaqinda aytdi, bizda dedi, faqat anaqalar bor dedi. Nima? Bizda dedi uni front-end back-end emas dedi. Bizda prosta dedi, nima, feature injenerlarmi nimadir deb nomladi yoki project managerlarmi dedi. Bo'ldi dedi. Mana hozir kim bilan gaplashib turdik? Project manager bo'lasiz. Qo'l ostingizda bir nechta agentlar bo'ladi. Bizda mana hozir yasalgan yoki mana shunga qarab ketyapmiz, pipelineimiz, yangi dasturchilarimiz, yangi jamoa bilan pipeline yasayapmiz. Aksar qismi bitgan, buni yanada rivojlantirib olib ketyapmiz. Ya'ni bu yerda deyarli hamma bosqichlari sun'iy intellekt yordamida qilinadi. Birinchi so'rovni feature request bo'lishi mumkin yoki bug report bo'lishi mumkin, uni yoki foydalanuvchi yoki product owner beradi. Misol uchun aytishim mumkin, foydalanuvchi qanaqadir bug topdi, bizga report yuboradi, bug report. Yoki bo'lmasam qaysidir bo'limdan bizga qaysidir feature tushadi yoki qaysidir mijozdan feature tushadi. Mana shu narsani qilib beringlar deydi. Bu narsa bizga linearga tushishi bilan avtomatik sun'iy intellekt uni oladi, dokumentatsiyasini yozadi, dizaynni kerak bo'lsa dizayn qiladi, front kerak bo'lsa frontini yozadi. Bular har bittasi uchun alohida agentlar ishlaydi. Designer agent, front-end agent, back-end agent, QA agent, review agent. Hammasi sun'iy intellektdan qiladi. Oxirida bitta kamchiligi bor, odam bor. Odam inson bottleneck bo'lib qoladi.
Ya'ni odamdan o'tish kerak, odam tekshiruvdan o'tish kerak. Kritik loyihalarda bunaqa masalangiz bo'lmaydi hozircha baribir, afsuski, lekin bu ham vaqtincha. Bu ham vaqtincha. Demak, Mohir devda biz mana shu narsani yo'lga qo'yganimizdan keyin nima o'zgardi? Demak, Mohir devdagi haqiqiy tiketlar asosida bug tuzatishga oldin o'rtacha 3-4 kun ketgan ekan. 1 soat ketyapti hozir. Yangi featurelar yozishga o'rtacha 2 hafta ketgan. Hozir 1-2 soat. Release, ya'ni biz release chiqarishimizga bitta releasimiz odatda bitta sprintimiz 1 hafta, 1,5 haftaga cho'zilgan. Hozir haftasiga 2-3 ta release bo'lyapti. Test yozish oldin yo'q bo'lgan ekan. Men keyin bilib qoldim. O'zim Cloud Code'ni ochib, GitHub repoyimizga anaqani tashladimda, Cloud Code'ni tashladimda, kodni o'rgatdim. Davayni bitta qarab chiqdim, o'zi nima bo'lyapti dedim. Bitta kodimizni tekshiraylik desam, test yozishmagan ekanda. Test yozishmagan, haligi endi hamma emas, qaysi bitta anaqamizda, loyihamizda test yozilmagan. O'sha loyihamizni sinyapmiz hozir. Sinovdan o'tayotgan loyiha. Va yana bitta narsa dokumentatsiya yozilmagan ekan. Dokumentatsiya yozishmaganda, erinishgan, yozilmagan. Hozir bu narsalar yo'q bo'lganda, hozir hammasi sun'iy yordamida qilinyapti. Bu faqat bizda emas, global trend. Ya'ni Google'da misol uchun 75% kodimiz sun'iy intellekt tomonidan yoziladi deb o'zlari aytishdi. Microsoft yangi kod 30%, Meta 75% ga o'tmoqchi. Oracle mana yaqinda 30 mingta odam ishdan bo'shatayapmiz dedi, chunki sun'iy intellektlarimiz yaxshiroq ishlayapti dedi. Va Anthropic mana bitta yaxshi ko'rsatkich 52 kunda 50 ta feature chiqarganda. Bu degani kuniga bittadan feature chiqargan. Anthropic bu kattaligi Cloud anaqa kompaniyasi, o'sha Cloud Code'ning orqasida turgan kompaniya kuniga bittadan feature chiqarib ketganda, shunaqangi ko'p yangiliklar bo'lib ketdi. Kuzatib borsanglar, bular hammasi o'zlari aytib turibdilar. Biz sun'iy intellekt yordamida qilyapmiz dedim. Va yana hammasidan qizig'i, jamoasi faqat o'syapti Anthropicni. Ya'ni dasturchilar jamoasi kundan kunga o'sib ketyapti-da, kamayotgani yo'q-da, o'sib ketyapti. Bu ya'ni boyga anaqamizga bundagina paradoksda, kodni sun'iy intellekt yozayotgan bo'lsa, unda dasturchi nima kerak deb o'ylashingiz mumkin. Asli unaqa emas-da. Mana bu featurelarning tepasida bittadan dasturchi turibdi. Shuni hisobiga tezlashib ketyapti, jarayon tezlashyapti. Bu men o'zimning GitHub sahifam, oxirgi 2 oyligim yillar davomida qop-qora edi. Hech narsa qilmaganman, kod yozmaganman. Cloud Code ishlashni boshlagandan keyin mana oxirgi 2 oyning ichidagi ko'rsatkich 12 ta loyiha ko'tardim. 400 ta commit, 120 ming qator kod, 500 million token har oy. Kecha 1 oylik tokenimni qarasam, oyiga 500 million token yozganman, ishlatib o'rganman. Bu Cloud Code'da, faqat Cloud Code'ning o'zida. Undan tashqari biz Gemini ishlatamiz. Undan tashqari biz open source Qwen 3 koder bilan mana bu tokenlar kamayib qolganda, haligi limitiga yetib qoladi haftalik. O'sha payt sekin Qwenga o'tib olamanda. Bu hozir faqat Cloud Code'ning o'zida oyiga 500 million token bo'lgan. Va bu mana bu ko'rsatkich dasturchi bo'lsanglar, sizlar uchun bu yomon signal. Bu yomon signal. Nima uchun? Nega bu yomon signal? Dasturchi bo'lmagan odam kod yozyapti. Mana sizlarga nima uchun bu yomon signal? Sun'iy intellektdan oldingi davrda, deylik, mutaxassis bilan nomutaxassis bo'lgan odamni nima ajratib turgan? To'siq nimada bo'lgan? Mutaxassislar, masalan, siz dizaynersiz. Siz bilan dizayner bo'lmagan odam o'rtasida nima farq bo'lgan? Texnik bilim bo'lgan. Tajriba, mayli, tajriba yillab keladi. Yangi dizaynersiz misol uchun. Texnik bilim bo'lgan. Siz Figmadan foydalanishni bilgansiz. Siz Photoshopdan foydalanishni bilgansiz. Mana shu eng katta to'siqlardan biri bo'lgan. To'g'ri, sizda hard skill, ya'ni o'rgangansiz nimanidir. Men keldim, interyerimga, masalan, uyimga chiroyli dizayn kerak. Men bilaman nima xohlayotganimni, qanaqa mebel xohlayotganimni ham bilaman, devorim qanaqa bo'lishini ham bilaman. Menda u hammasi bor. Qanaqa abo yopishtirmoqchiman yoki qanaqa lyustra osmoqchiman, hammasi bor. Faqat shuni chiza olmayman-da. To'g'rimi? Kimga boraman? Interyer dizaynerga borib, hammasini tushuntiraman, u chizadi. Ko'rsatadi, yoqdimi? Ha, yoqdi. Uni kallasidagi narsa emas-ku, u meni kallamdagi narsa edi. Men tushuntirib berdim, u chizib berdi, xolos. Lekin u shundan foydalanishni biladi-da, o'sha qanaqadir o'zining dasturlari bor, o'shalardan foydalanishni biladi. Web dasturlashda ham xuddi shunaqa edi, web dizayn kerak menga. Meni kallamda tushuncham bor, men nima xohlayotganimni aniq bilaman, qanaqa ranglar ishlatishni, qayerda nima bo'lsin, qayerda aytsam bitta odam yoki meni rasmim turgan bo'lsin, ayta mashinani rasmi turgan bo'lsin deyishni men bilaman dizaynerga. Faqat o'shani chizishni bilmayman-da, qilishni bilmayman. Shuni kim qilardi? Dizayner. Nima uchun? Chunki u texnik ko'nikmasi bor edi. O'sha narsalarni o'rgangandi, hard skill'i bor edi.
Demak, siz ajratib turgan narsa mana bu o'rgangan texnologiyalar edi. Kimdir Figma'ni zo'r bilardi, kimdir front-endni, kimdir Photoshopda, kimdir PHPda, kimdir Django'da ishlaydi. Mana shu narsalarni nima bo'ldi? Sun'iy mana shu to'siqlarni olib tashlayapti, sekin-astalik bilan. Tasavvur qiling, mana dasturchisiz. Siz hozir nima vazifa bajarasiz? Men sizga kelaman, men dasturchi emasman. O'qituvchi bo'lish mumkin, bankir bo'lish mumkin, dizayner bo'lish mumkin, kompaniya rahbari bo'lish mumkin. Dasturchiga keladida, dastur so'raydi. Menga mana shunaqa dastur kerak deydi, u dasturni yasab beradi. To'g'rimi? Hozir shu narsani biz Cloud Code'ga tushuntira olishimiz mumkin. Mahsulot egasi, product owner Cloud Code'ga tushuntirish mumkin. Lekin Cloud Code'dan hali foydalanish ozgina, muncha qiyin bo'lib turgani uchun o'rtada dasturchi o'tiribdi. To'g'risida, agar hozir sun'iy intellektdan foydalangan dasturchining vazifasi u nima bo'lib qoldi? AI whisperer bo'lib qoldi. AI qulog'iga shipillab turibdi xolos. To'g'rimi? Men keldimda, menga falon dastur kerak desam, unda Cloud Code'ni ochib otasi shefga falon dastur kerak ekan deydi. Shunaqa bo'lyapti-da, ya'ni jarayon shunga qarab ketib qoldi. 6 oyda mana shu o'rtadagi anaqa olib tashlanadi. Cloud Code'dan ko'rasizlar, 6 oy bu men haligi uzoq prognoz qilib aytayapman. Sun'iy bunaqa tezligida, bundan tez bo'ladi. 6 oyda mana bu dastur xohlagan odam bilan Cloud Code o'rtasida baryer olib tashlanadi. Va yana 1 yilda mana bu o'rtada qiyin joy bor, deployment joy bor. Terminalni ochib nimalardir qilish kerak-da, u joy qiyinroq hozircha, to'g'rimi? Mana shuni ham olib tashlaydi sun'iy intellekt. Ya'ni 1 yil uzog'ida olib tashlaydi. Mana shu bosqichga yetib kelganida hozirgi holatdagi dasturchilar ishsiz qoladi. Hozirgi holatdagi dasturchilarga ish bo'lmaydi. Nima kerak menga hozir dasturchiga tushuntirsam, u dasturchi borib sun'iy intellektga tushuntiradigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'zim sun'iy intellektga tushuntirib qo'ya qolaman-ku deydi. Va buni biz birinchi anaqasini ko'rdik. O'tgan hafta Cloud nima chiqardi? Dizayn chiqardi. Nima bo'ldi? Men ishlatib ko'rdim. Bo'ldi, menga nima kerak? Hali Figma'ni bilish ham shart emas. Cloud dizaynga tushuntirdim, dizayn chizib berdi. Dizaynni olib Cloud Code'ga tashladim, yasab berdi. Qani dizayner? Biz buni real loyihada sinab ko'rdik. Bitta loyihamizga dizayner ishga oldik, 3 oy chizdi. Keyin xuddi shu narsani oldikda AI ga aytdik, 5 minutda chizib berdi. Dizayner bilan xayrlashdik. Xo'p, sizlarga maslahat nima? Product owner bo'ling. Yoki tez orada product ownerchilar, nima product ownerlar dasturchi bo'lishadi. Dasturchilar esa ortiqcha bo'lib qoladi. Tak, ustiga muzdak suv quygandan keyin kichkina tanaffus qilamiz. Davom bor. Mana shu QR kod orqali o'tib, iltimos kichkina so'rovnoma 90 soniya vaqtinglar ketadi. 7 tagina savol o'zi. Tak, 90 soniya mana kutib turaman. Savolda qatnashganlarga oxirida sovg'amiz ham bor, onlayn. Aka, savol chiqadi, javob berishga yerda qo'ygansiz. Brand nomi aytamiz. Tak, davom etamiz.
Xo'p, endi sun'iy intellektni mana paydo bo'lgandan beri unga bo'lgan munosabat, ya'ni sun'iy intellektga bo'lgan munosabat ham bir nechta bosqichlardan o'tdi. 6 ta bosqichni hozir gapirib o'tmoqchiman. Birinchi bosqichi 2022-yil ChatGPT paydo bo'lganda undan foydalanish uyat hisoblandi. To'g'risida professional muhitda ChatGPTda birovga haligi email yuborish yoki LinkedInda post yozish uyat hisoblanardi. Chunki matnlar juda ham soxta va sifatsiz edi. Keyingi bosqichi bu normaga aylanishni boshladi. Ya'ni ko'p o'tgani yo'q. Qarasak, sun'iy intellekt sifati oshdi, yaxshilanishni boshlagandan keyin undan foydalanish normaga aylandi. Majburiyat emas, lekin foydalangan odamga biz yomon qaramaydigan bo'ldik. Keyingi bosqichi tavsiya bo'ldi. To'g'rimi? Biz sun'iy intellektni endi tavsiya qilishni boshladik. Ishlatib ko'rdingmi? Zo'r ekan, qaragin, mana narsa qilsa bo'lar ekan deyishni boshladik. Keyingi bosqichi rag'batlantirish boshlandi. Ya'ni misol uchun kompaniyalarda mana men o'zim eslayman, o'tgan yillari ko'rdinglarmi, zo'r narsa ekan, ishlatinglar ham uni. Ishlatganlarga masalan mayli bonus berdik desam yolg'onchi bo'lib qolmay, rag'batlantir deb qo'ydi. Xo'p, demak rag'batlantirish boshlandi. Odamlar atrofidagilarga sun'iy intellektdan foydalaninglar, bu yaxshi narsa, bu zo'r narsa deb tavsiya qilishni boshlandi va rag'batlantirish boshlandi. Xo'p, undan keyingi bosqich nima bo'ladi? Rag'batlantirishdan keyin. Ha? Majburlash boshlandi. Bizda mana majburlash boshlandi. Hozir hammada ko'rasizlar, majburlash bosqichiga o'tiladi, foydalan deyiladi. Undan keyingi bosqichi savodsizlik bo'ladi. Bugun sizdan birortasi kelsa-da, ishga olyapsiz. Men internetdan foydalanishni bilmayman, siz nima deysiz? Tupoy ekansan deysiz. To'g'risida, qanaqa internetdan foydalanish bilmaslik mumkin odamda savodsiz ekan deysiz. Internetdan yoki kompyuterdan foydalanish bilmagan odam savodsiz deysiz. Xuddi shunaqa sun'iy intellektdan foydalanishni bilmagan odam savodsiz hisoblanadi. Keyingi bosqichi mana shu bo'ladi. Ko'pchilik hozir majburiyat bosqichiga o'tyapti, savodsizlik esa juda ham yaqin. Ya'ni keyingi bosqich o'sha savodsizlik bo'ladi va yana qaytaraman, sun'iy intellekt bu bosqichlarni juda ham tez o'tib ketyapti. Bunaqa bizda 5-10 yil oldimizda yo'q, 1 yil uzog'i, 2 yil uzog'i. Har bir kasb sun'iy intellekt kasbi bo'ladi. Bugun internet yo'q, kasb bormi? Yo'q. Bugun kompyuter bilan ishlamaydigan kasb bormi? Fermer bo'lish mumkin yoki qurilishda bo'lish mumkin, shifokor masalan xirurg bo'lish mumkin qandaydir. Lekin umuman olganda hammasi internetga bog'langanmi, sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa bo'ladi. Har bir kasb sun'iy intellektga bog'langan bo'ladi, hech qanaqangi istisno bo'lmaydi. Shuning uchun demak meni tavsiyam, agar sun'iy intellektdan foydalanmayotganlar bo'lsa, foydalaninglar. Haqiqiy, ya'ni foydalanishda ham oddiy chatbot emas, komfort zonadan chiqinglar. Agent nima, qiziqib ko'ringlar. Mana men o'zim 3-4 kun oldin o'zimga Hermes Agent degan narsani kashf qilib oldim. Vobshe haligi maza qilardim. Ishlatib ko'ringlar mana Hermes Agent. O'rnatasizlar, hamma ishlaydi qilar ekan. Endi haligi kir yuvmaydi, ovqat pishirmaydi-yu, shundaylar. Xo'p, multimodal narsalardan hammasini foydalanib ko'ringlar. Kodlar yozib ko'ringlar, grafiklar chizdiringlar, rasmlar, videolarga narsa qilinglar. Odatga aylantiringlar sun'iy intellekt foydalanishni. Har kuni yangi narsa chiqyapti. Hammasini sinab ko'ringlar. Rahmat. Xo'p, keyingi nafaga savol-da, mana. Ha. Savolingiz bormi? Ha, savol. Tayyormisiz? Savol chiqadi. Bungacha patriotism qilib berasiz. Ha, bo'ldi. Azaka, rahmat. Rahmat katta. Rahmat. Aha. Hop. Akaysiz-a? So'zamiz endi berasiz. Zo'r. Anvar aka rahmat albatta. To'g'risi men o'zim uchun ham ko'p yangilik narsani ko'rdim va bunaqa implementatsiya qilayotgan komandalar O'zbekistonda ham ancha ko'p. Ustozimiz Alisher aka juda ko'p kompaniyalar ko'ryapman. Lekin aytganingizdek bu og'riqli o'tyapti. Shu zamon talabi. Xo'p, yana bir marta rahmat. Keyingi mana spikerimiz hozir Qudratga chiqadilar. Umuman senior dasturchilikdan digital managementga o'tish bo'yicha mavzuda hozir speech qiladilar. Shu speechlarni boshlash uchun xuddi qolgan spikerlarga o'xshab savol bersangiz, o'sha savolga javob bera boshlaysiz. Bo'ldi. Qudrat akaga savol, ha? Bo'ldi, Qudrat aka, sizlarda qaysi bosqichda mana aytdik? Savodsizlik va undan oldingisi majburlash dedik. Shu bosqichga kelishdimi yo'qmi? Zo'r. Ya'ni komandalarda sun'iy intellektdan foydalanish qaysi bosqichda? Majburlashga o'tildimi yo'qmi? Rahmat. Keyingi spikerimiz hozir
Savol takrorlayapsiz. Sinchlikdan foydalanish sizlarda, siz jamoangiz majburlanyaptimi yoki yo'qmi? O'zim Ha, tajribaman kelib chiqib aytaman. Savolga bemalol kelib turgan masala bo'ladi. okey. Bu kamdan Yo'q, qaratamanmi? Yo'q, o'tkazaverasiz o'sha. Yo'q. Nima bo'lyapti? Sababi men ham shu narsaga bo'yicha juda ko'p volontyorlik degan tadbirlarga yurganmiz va xudo shukr mana shu ortidan kamida Zoom network deb o'ylaymiz. Ko'pida bildim. Xo'p, shu yerda shanba kuni kelib o'tirganlaringiz bu zo'r natija. Kelganlaringizga rahmat. Chunki hamjamiyat qilayotgan narsa bu uni odamlar ishtiroki. Shuning uchun yana rahmat. Xo'p, Salom. yaxshi keldingizmi? Bo'lsa speechingiz boshlanishida xos savol berib ketdilar. Ya'ni sizni komandangizda agar C implementatsiyasi boshlangan bo'lsa, qaysi boshlaysiz? Shu savolga javob bilan boshlasangiz, rahmat. Assalomu alaykum. Tak, qaranglar, hozir meni harakatlarimni sababini tushunib olasizlar-da. Kelinglar bitta sal rekonstruksiya qilib olaylik ozgina. Eshitilyaptimi? Xo'p, Said olim aka, tak, yigitlar, men hozir keldim, salgina noqulay bo'ldi. Kimdir kechib kelsa noqulayda. Mana shu birinchi qator o'rtaroqqa kelinglar, Said olim aka keling. Sizlar ham bu yoqqa o'tinglar. Mabodo kimdir kechib kelsa, shunda o'tirishi mumkin. Hozir noqulay bo'lyapti. Sal moslashib olamiz, ha? Sizlar ham yigitlar. Meni prezentatsiya vaqtida mendan boshqa hech kim turmasin. Hazillashdim. Tak. Assalomu alaykum. Hozir Anvar akani savoliga javob berishlikdan boshlasak, sun'iy intellektni meni asosiy ish qurolim oxirgi 1 yilmi, 1,5 yil ichidami meni eng ko'p gaplashib, asosiy ish instrumentimda. Xo'p, xotinimdan ko'ra ko'proq sun'iy intellekt bilan gaplashadigan bo'lib qolganman. Endi jamoada ular haqiqatda majburlanyapti. Qanaqa ma'noda o'zi ixtiyori bilan qilyapti. Ba'zan chegara qo'yib turibmiz, ya'ni buzib qo'yma, foydalan, natija bo'lsa degan ma'noda. Endi men o'zimni tushuntirsam, men ismim Qudrat Abdurahimov, o'zim dasturchilikdan boshlaganman. Hozirgi kunda Megabuild kompaniyasida raqamlashtirish bo'yicha direktor maslahatchisiman. Asosiy qiladigan ishimiz biznesni tizimlashtirish. Men Said olim akani ko'rsam hayajonlanib qolaman. O'zi Anvar aka, Said olim, yana bu yerda Aziz, boshqalar bor. Ular qarshisida chiqishlik aslida menga emas. Lekin yigitlar mana 10 yillik tadbiri. Yo'q, buni o'tkazmaylar. Kim o'tkazyapti buni? Mana shunda turib tursa, tadbirga chaqirishganligi uchun keldim. Hayajonlansam ham hozir hayajon o'tib ketadi. Chiqish qilib qo'yganman. Xo'p, qaranglar, masala qanaqa? Bu qayerdan chiqdi bu mavzu? Mavzu ham inglizcha qolib ketdi. Uzr so'rayman. Nimaga mendan yigitlar so'rashdi? Xayolda mavzu bor edi, shu bo'ladimi dedim. Buni chiroyli qilib o'zbekcha qilishlikka vaqt bu qolmadi gapni qisqasida. Shunday olib berdim, shunday qoldi. Ya'ni bu qanaqa? O'zi ma'no nima edi? Kimlarga edi bu? Mana senior darajaga chiqildi, ha? Keyingi bosqich nima? Qayoqqa yurish kerak? Men shogirdlarim orasida bittasi, o'zi asosan men shogirdlarim aksariyati o'zi ishlab turgan korxonasida topli, ya'ni senior yoki team lead yoki bo'lsa IT direktor eng yuqori cho'qqiga chiqib bo'lishgan aksariyati. Hop, yoki bo'lim boshlig'i. Bitta so'rab qoldi mendan. Qudrat aka dedi, men o'zim hozir kod yozmayapman. Har xil qiyin vaziyatlarni aytdi-da, men o'zim yana kodingni ham shu sun'iy intellektga kuchaytirishim kerak, boshqa qilishim kerak. Nima deysiz deyapti menga. Men aytaman, qanaqa koding? O'zi koding narxi bir tiyin bo'lib turgan bir paytda kodingni kuchaytiraman deydi-da. Yo'q, sen kodingni kuchaytirmaysan dedim. O'shanda hayolimga keldi. Demak, hali ko'pchilikda muammo bor, men vahima bor. Sun'iy intellekt chiqdi, endi nima bo'ladi? Men bolalarim katta bo'lyapti. degan vasvas kechqurun uyg'onib ketadi seniorlar.
Shun asosan mana shundan keldi. Endi keyingi qadamda nimalar qilish mumkin? Seniorlar va hokazo shuni ko'rish. Kelinglar bir tanishib olaylik. Qani bu yerda oramizda dasturchilar bormi? Dasturchilar bor. Xo'p, tushiramiz. Junior, ya'ni endi o'rganayotgan yoki juniorlar qo'l ko'taringlar. Juniorlar kam ekan, bu yaxshi. Bu sizlarga bugun sizlar bilan suhbatlashmaymiz, lekin nimadir aytib o'tamiz. Xo'p. Middle darajadagilar bormi? Seniorlar ham ko'taringlarchi? Mana shular kechqurun uxlolmasdan chiqadigan mana shular bo'ladi. Bugun shular haqida gapiramiz. Asosan endi o'rganamiz deganlarga gapirardik. Xo'p, endi undan boshqa mana team leadlar bormi ekan? Boshqa. Team lead, Samandar ham kelyaptimi? Yaxshi. Xo'p, yana boshqa IT mutaxassis, PM va hokazolar bormi? Yaxshi. O'zi umuman keyingi qadam nima? O'shalarni bir ko'ramiz. Endi sal soddaroq gapirishlikka harakat qilaman. Xo'p, qaranglar, o'zi kodingning narxi rekonstruksiyamiz o'xshamay qolibdi-yu. Sizlar nimaga bu yoqqa o'tmadilar, Mana shu o'tinglar, to'rga o'tinglar. Orqaga chiqib ketinglar, yigitlar, o'g'il bolalar. Kimdir kelsa nima qilyapti? Ya mayli, chunki meni ishim shuda, raqamli transformatsiya. Ya'ni biz biznesga kirsak borib, eng yomon ko'rgan odam bo'lamiz. Hozir tushunasizlar. Kim transformatsiya, biznesni raqamlashtirib, transformatsiya bilan shug'ullanadiganlar bormi? Qo'l ko'taringlar. Dalni olmayapti, Xurshidga o'xshatdim, bilmayman. Bitta odam qo'l ko'tardi. Hozir sababini tushunasizlar. Biz qayerga kirsak, shu o'zgartirishimiz kerak-da. Mana shu o'tirish yoqmasa ham boshqacha qilib ko'raman. Biznes boshqacha bo'ladi-da. Biznes egalari shunaqa deb o'ylaydi. Sizlar vaqt o'tishi bilan oldin mayli hozir oralarda yoshlar, mana hozir juniorlar bor ekan, sizlarga boshqa to'xtalmaymiz. Hozir mana bu joyda bor 4-qism. O'sha yerda nima qilamiz? Qaranglar, kodingning narxi arzonlashdi, to'g'rimi? Ya'ni faqat kodingga urg'u berishlik xato. Faqat sun'iy intellektni o'zini o'rganishlik ham xato. Ya'ni koding uchun foydalanish yoki bo'lmasa qarab turib yangi framework o'rgan. Endi dasturlash tili umuman ahamiyatsiz bo'lib qoldi. Yoki biror bir framework ham asli ahamiyatsiz. Ularda hozir nima? Mana shu yangi sun'iy intellektdan foydalanib ishlatib ko'rmagan frameworkida nimadir qilib ko'rishlikni xohlab qoladi-da dasturchilar. U yo'nalish ham asli kerak, lekin bu xato yo'nalish. Strategiyani to'g'ri tanlashimiz kerak. Xo'p, endi seniorlarda yana qanaqa muammo bor? Oltin kishanlar va mas'uliyat qopqoni. Oltin kishan nima? U senior mana shu nimada Sardorga o'xshab 10 yildan beri mana shu kompaniyada ishlagan. Kompaniya sotilib ketsa boshqa birovlarga ham hammani haydab yuborsam ularni haydab yubormaydi-da. Chunki Sardordan boshqa tushunadigan odam qolmaydi. Bu nima? Oltin kishanlangan. Bu bir odamda emas, hammada bo'lishi mumkin. Eski kodlar yoki eski texnologiya faqat javob berish kerak bo'ladi. Mana shu muammolar bor. Ya'ni qo'polroq qilib aytganda, dasturchilarimiz o'zi yozgan kodni quliga aylanib qoladi. Qo'pol, lekin tushungan odam tushunadi buni. Kim tushungan bo'lsa, o'sha darajada. Tushunmagan bo'lsa hali jitcha bor degan. Saidon mana shu o'zgartirishlikka harakat qilyapti. Endi bu yerda mas'uliyat katta. Endi mana bu yerda menejment, ya'ni injener darajasida ketish kerakmi, boshqaruvga ketish kerakmi? Team lead bo'lish kerakmi? Va hokazo muammolari bor. Qaysi birisini tanlash kerak? Endi AI vahimasi. Aslida bu yerda seniorlar uchun, ya'ni umuman jamiyat uchun AI ning vahimasi qanaqa? Xo'p, asl vahima juniorlarning yo'qligida, bu seniorning o'rnini olib qo'yishida emas. Ular nima qildi? Juniorlarni o'ldirdi. Hozir mana bu yerda sanoqli odam qo'l ko'tardi. Sizlar o'sha o'rganishlikni yaxshilab davom etinglar. Chunki yaqin 5 yil ichida juda katta bo'shliq bo'ladi. Qanaqa? Mana bu seniorlar butun umr senior bo'lib yurishni xohlamaydi-da. Tushunarlimi? Keyingi bosqichga o'tadi yoki dam oladi yoki biznes kim bo'lsa bo'ladi. Yoki startap qildigisi kelib qoladi, boshqa bo'ladi. Lekin ishni kimgadir topshirish kerak. O'sha ishni qabul qilib oladigan odam yo'q. Chunki juniorning o'zi yo'q. Senior kim desa, o'zi dasturlashni tashab ketmagan junior-da. Qarasa, hammasi ketib bo'ldi, men seniorman deydi. Bo'ldi. Tushunarlimi? Endi uni o'zi yo'q. Chunki sun'iy intellekt egallab bo'ldi. U senior endi bermoqchi, qutulmoqchi, team lead bo'lmoqchi yoki bo'lsa o'ziga CTO qilib oladi yoki bo'lmasa men IT direktorman endi keyingi yildan deydi 26-20 men o'zimni deydi IT direktorman. Zerikdim bu yerda dasturchi hamma lavozimni olib bo'ldi-da. Shu nima biznes egasi ham rozi.
Shunaqa nom bermasang ketib qoladi, zerikkan. Qiladigan ishi o'zgarmaydi, nomi o'zgaradi. Ki topshirishga odam yo'q, qabul qilib olishga. Shuning uchun hozir juniorlar, sizlarga bundan ortiq aytmayman. Sizlar o'rganinglar, sizlar juda ham qisqa muddatda u oldingilar 5 yil, 10 yilda egallagan narsalarni tez egallaysizlar va o'sha oylikka ham tezroq chiqish ehtimoli katta. Xo'p, endi sog'liq va kuyib ketish, Vigoraniyani haqida mayli keyinroq yana gaplashsak bo'ladi. Xo'p. Mana shu real muammo. Koding narxi arzonlashdi, o'rgangan bilimlaringiz eskirdi. Lekin bizni narximiz oshishi kerak. To'g'rimi? Mana Said olimlar yoki mana shu yerdagi seniorman degan liboy odamdan so'ranglar, qancha narsa o'rgan, nechta dasturlashtirib o'rgangan, qancha narsa o'rgan. Hayotda hech qayerda foydalanmagan ham. O'zi hech qayerda foydalanmagan qancha bilimlari bor. Eskirgan. Vaqt o'tishi bilan o'lmaydigan bilimga ehtiyoj bo'ladi odamda. Tem bo'li sun'iy intellekt chiqqanidan keyin bilimlar eskirishi juda ham tezlashdi. Xo'p. Endi senior uchun yoki mana middle yoki keyingi qadamga o'tmoqchi bo'lgan har qanday IT mutaxassis uchun yo'llar, nima yo'llar bor? Xo'p, yoki arxitektor bo'lishi mumkin ham. Xo'p, yoki bo'lmasam team lead bo'lishi mumkin. Biznes endi tavakkalchilik yoki biznes qiladi, yoki bo'lmasa startup qiladi. Bular haqida bugun gaplashmaymiz. Sababi mendan oldingilar yetarlicha gapirdi. U yerda yo'q bo'lgan narsalar haqida gapirishlikda harakatini qilamiz, lekin mana shu yerda imkoniyatlar bor. Agar kimdadir tavakkalchilik, startup qilishlikka imkoniyatlar bo'lsa, men qisqacha aytib o'tishim mumkin bo'lgan qismi nano korporatsiya degan tushunchalar. Nima degan nano korporatsiya degani? Juda ham jamoa qisqa. Balki bitta odamni o'zi bo'lishi mumkin. Bitta odam milliardlik, ya'ni korporatsiya darajasidagi оборотga ega bo'ladi yillik. Milliardga chiqishi mumkin bitta odam sun'iy intellekt bilan. Lekin bu degani hamma degani emas, kimlardir. Tushunarli, bu alohida mavzu. Yoki bitta odam bo'lmasa kichkina jamoa, 3 kishi bilandir, 10 juda katta emas. Shuning uchun nano korporatsiya deyapti. Juda ham kuchli jamoa, kichkina jamoa juda ham katta оборотga ega bo'lishlik ehtimolligi bor. Buni alohida o'rganasizlar o'sha startapchilardan, sun'iy intellektchilar. Xo'p, IT direktor tushunarli. Bitta korxonada uzoq ishlasanglar, borib oxir o'zlaringiz shuni deb e'lon qilib yuborsalaring bo'ladi. Masala sababi ziyada shunaqa bo'lganda, ko'pchilikda shunaqa bo'ladi o'zi. Xo'p, endi men taklif qilmoqchi bo'lgan, bugun gapirmoqchi bo'lganim digital transformatsiya, ya'ni raqamli yetakchi desak ham bo'ladi. Shu haqida e'tiborlaringizni tortmoqchiman. Xo'p, bu yerda hozir ko'rinyaptimi? Bu yerda mana agar farqi berilyapti, ko'rinishlari, qanaqa yo'nalishlarimiz bor ekanini. Ko'p aksariyatini bilamiz, senior darajada yoki middle darajasidagilar biladi. Bu yerda yozilgan e'tibor berish kerak bo'lgan aytilmaydigan qismi digital transformatsiya, raqamli transformatsiya, asosan islohotchi bo'lishdek kerak bo'ladi. Biznes jarayonlarini raqamlashtirish kerak bo'ladi. Mana shu haqida gaplashamiz. Xo'p, qaranglar. Keyingi qadamda men bu aynan senior dasturchi mana shu yo'nalishda o'zini bilimlarini, skilllarini oshirsa, haqiqatda bir qimmatli kadrga aylanishligi mumkin. Agar bugungi suhbatni ko'p ko'rgan bo'lsalaring, mana shu narsani tushunib yetgan bo'lsalaring kerak. Nimaga desa, mana bozorda biznesda muammo bor. Biznesni raqamlashtirish kerak. Lekin raqamlar transformatsiya qilish bo'yicha mutaxassis yo'q bozorda. Bo'lsa ham juda ham kam. Borlarni ham hammasiga aqli yetmaydi, tushunmaydi. Nimaga desa, bu narsa hech qayerda o'qitilmaydi. Universitet yo dasturchi tayyorlaydi, yoki menejer tayyorlaydi, yoki marketolog tayyorlaydi. Mana bu kurslar ham shu, sotuvchi tayyorlaydi, marketolog. Lekin biznesni raqamli transformatsiya qilishlik uchun IT biznes operatsion boshqaruvni tushunadigan odam, uni kombinatsiyasini biladigan odam kerak. Bo'shliq bor bozorda. Buni biznesmenlar o'zi ta'kidlaydi. Xo'p. Kelinglar, mana shu yerda biznesni raqamlashtirish nimadan boshlanadi? Kim aytadi? Samandar. Yana kim aytadi? Bunga savol, bu savolga to'g'ri javob bergan odamga sovg'amiz bor. Sardor degan yigit, mana shu yerda bitta sovg'amiz bor. Aytavering, ayting. Tizimlashtirishda? Nima? Biznesni tushunishda?
To'g'ri, siz ham ayting. Labbay? Yo'q. Balandroq ayting. Ha, og'riqli joyni to'g'ri topishdan. Bularning hammasi to'g'ri, biznesni raqamlashtirish. Mana balkim savolni boshqacharoq beraman. Yana yaqinlashishimiz kerak. Raqamli transformatsiya nimadan boshlanadi? Yana bitta ikkita javob beraylik. Ayting. Aha, yana ayting. Yana bitta. Az. Bitta so'z bilan qisqa qilib, qisqa jumla. Aha, Samandar fikrini oxiriga yetkazamiz. Chiroyliroq qilib aytamiz. Ayting. Yaxshi. Bu hammasi to'g'ri. Men shu narsalarni qilish kerak, lekin eng og'riqli joy, qarang, biznesni raqamlashtirish yoki raqamli transformatsiya janjaldan emas. Endi janjaldan degani to'g'ri bu yerda. Aslida insonlarning fikrini o'zgartirishdan boshlanadi. Tushunarlimi? Hech qanaqa dasturdan emas, hech qanaqa nimadan emas, insonlarning fikrini o'zgartiraman degan joyda janjal bo'ladi. Mana shu Samandarga berib yuboringlar bitta nima. Yarmini olib olsalaring ham mayli. Chiqib olib qo'yasizlar sovg'alaringizni. Xo'p. Hozir nimaga buni gapirayotganimizni hozir fizik darajada his qilishga harakat qilamiz. Xo'p, mana shu yerda bitta chiroyli yaxshi kitob bor. Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ta ko'nikmasi. Stephen Covey. O'qiganlar bormi oramizda? O, yaxshi, ko'pchilik o'qigan ekan. Xo'p, hozir mana shu o'qiganlar bor-ku. Men bitta tajriba qilaman, sizlar qatnashmaysizlar, aytib qo'ying. Xalaqit bermay jim turib turasizlar. Qaranglar, bitta tajriba qilamiz. Kim mana shu kitobni o'qimagan bo'lsa, o'qinglar. Men bitta qisqa buni reklamasini qilib ketaman kitobni. Bu muallifni men tanimaydi. Hech qanday do'liy olayotganim yo'q. Hozir biznesda shunaqa bo'lib qolganda. Bu gapni qisqasi mana shu kitobni yozganda Amerikaning prezidenti Bill Clinton prezident bo'lib turgan davrida telefon qilib muallifdan menga ustozlik qil degan. Tushunarlimi? Prezident odam kitob muallifiga telefon qilib o'ziga ustozlik qilishini so'ragan. Mana shu kitobni ichida o'sha bilimlar borligi o'qishligimizga kifoya qiladi. Xo'p, endi bitta tajriba qilamiz. Ko'ngillilardan menga bir 5 ta odam kerak bo'ladi. O'rtaga chiqamiz. Bormi? 5 ta odam. Ko'ngillilardan, kitob o'qimaganlar. Bu yoqqa 5 ta. Bu yoqqa yana 5 ta. Sizlar bu yoqqa o'sha 5 ta yig'ildi. Yana 5 ta vaqtimiz ketyapti. Tez. Sizlar bitta jamoasizlar. Sizlar ham bitta jamoasizlar, uxlab qolmaymiz. Yana bittagina odam kerak. Bitta. Duxu bormi? Nimaga uxlab qoldinglar? Mamaga bo'ldi. O'sha 6 ta bo'lib ketdi-yu. Mayli, chiqib turavering endi. Turing, bittasiga qo'shilib oladi. Siz ham bu yoqqa qo'shiling, bittalar 6 ta bo'lsin, mayli, xafa bo'lib qolmasin. Mayli. Qaranglar, hozir bitta masala. Mikrofonimiz bor. Said olim, sizda mikrofon tursin. Qaranglar. Iltimos, bu yoqqa nimaga kelinglar, mana bu nimaga qarab turamiz hammamiz. Bo'yma-bo'y turib olinglar, mayli 6 ta bo'lar, sizlar yengsizlar ham mayli. Mana shu bu yoqqa qarab turamiz. Ekranga, bu yoqqa ham qarash mumkin emas ekan u. Men o'zim ekranga qaratmoqchi emas edim sizlarni. Bu mag'ur narsa ekan. Men ssenariyim bo'yicha ekranga teskari qaratmoqchi edim. Said olim, yordam berasizmi? Ular uni o'chirsa bo'ladimi? Ha? Buni o'chirsa bo'ladi, ha? Bu yoqqa qaraymiz. Aha. Bir tekst turinglar. Men yon boshdan turyapti. Unaqa emas-da endi. Men ular ko'rib turibdi-yu. Aha.
Sizlar birinchi guruh, ha? Sizlar shu yoqqa qaranglar. Saydonib qarab turing, orqaga qarasa kallasidan urasiz. G'irrom qilish yo'q. Sizlar bu yoqqa qaranglar. Sizlar qaranglar, sizlar qaramanglar. Sizlar ham endi noqulay ekan, menda emas, tashkilotchilarda. Sizlar ham orqaga qarasalaring mayli. Mana shu rasmga 15 sekund qarab turasizlar. 15 sekund vaqtlaringiz bor sizlarni. 1 2 3 4 5 bo'ldi, sizlar teskari qarab olasizlar endi. Teskari qarab olamiz. Teskari qarab olamiz. Endi sizlar yigitlar va qizlar jamoasi deymiz. Endi buni tak, qaradinglarmi? Ketdi sizlarga ham. 15 sekund qarab olasizlar. Bo'ldi. Endi sizlar sizlar qaramay turing. Sizlar ham doskaga qarayveringlar endi. Bo'ldi, doskani yoqamiz yigitlar. Saydonib mikrofonni qizlarga beramiz. Qizlar jamoasiga berib qo'ying. Tak, yigitlar bu yoqqa qaranglar. Bu yoqqa qaraymizmi? Yo'q, bitta guruh. Sizlar bu yoqqa qaranglar. Sizlar bu yoqqa qaranglar. Mana yigitlar jamoasi. Hozir men sizlarga rasm ko'rsataman, o'zaro maslahatlashib, o'zlaringiz fikrlaringizni isbotlay yurasizlar. Ko'rdilaringiz va ko'rinmayaptimi? Xo'p, hozir endi ochaman, maylimi? Endi ochaman, u yoqqa qarash yo'q. Xo'p, mana shuni qaranglarda, rasmda nima ko'ryapsizlar? Tez-tez o'zlaringizni fikrlaringizni isbotlab, jamoa bo'lib aytaveringlar. Mikrofon hamma eshitsa, sizlar ham yigitlar. Nima ko'ryapsizlar? Necha yoshli odam ko'ryapsizlar? Jipslar, jamoasizlar. Ha? Jim, ha? Xo'p, ha, endi birga nima qilinglar? Aytaveringlar. Sizlar ham gapiringlar, bizlar ham gapiraversin. Xo'p, sizlarda nima? Yana nima ko'ryapsizlar? Hozir shoshmay turing. Xo'p, sizlar aytinglar, yigitlar. Bormi? Bo'ldi, hozir bo'ldi, hozir. Aha, nima? Qari ayol ko'rdim. Qari ayol. Necha yosh? 80dan katta. 80 yosh. 80 yosh. 80 yoshli kampir ko'ryapti deyapti. Sizlar rozimisizlar? Ha? Qani kampirni nima qilib beringlar? Nimasi borki o'sha kampirni? Tak, kim kampir ko'ryapti? Qo'l ko'taringlar, ha, zalda kampir ko'rayotganlar bormi? Ikkitasini ham ko'rayotgan bo'lsa. Xo'p, shoshmang, maylimi qizlar ham, maylimi? Men gapirib olsam, mikrofon beringlar. Shu qiz bolani bekor olib chiqibsizlar-da, o guruhga. Top, kampirni ko'rayotganlar bor, ha? Kampirni. Sizlar kampirni ko'ryapsizlarmi? Yosh qizni ko'ryapsizlarmi, yo'qmi? Yosh qiz yo'q, to'g'rimi? Hop, asoslaringizmi gaping kampir deb? Mana buni Aha. yoshi katta ko'rinadi. Sizlar uylanganmisizlar? Tak, bular kampirni ko'rayotgan ekan. Yosh qizni topinglar qani shu yerdan, yosh qiz bor deyapti bular. Men 4 ta ko'zim bo'lsa topolmayman. Topqindi sen. Tak, yaxshilab qaranglar, mana shu yerda kampir ham bor, qiz ham bor. Ha, asoslab beringlar-da. Mana shu qiz ham birga gapirsin. Aha. Birinchi kampirni asoslab beradigan bo'lsangiz, pastda Topdingmi? ketgan bo'lsa, o'sha og'zingni, qizda esa bo'ynidagi taqinchoq. Tepadagi burni iyak bo'ldi bizda. O'sha. Rahmat, o'tirib olamiz. Rahmat, Saidonga berib qo'ying. Gap qisqasi kampir bilan bor, qiz ham bor shu yerda.
yoshi bir 30 dan oshganlar kampir ham bo'laveradi deydimi? Nimani ko'rmaydi. Yoshlar yosh qizni ko'radi. Buni biznesga nima aloqasi bor? Biznesga nima aloqasi bor? Qaranglar, biznes egasi 20 yildan beri o'sha biznesni qurib kelyapti. Uni ko'ziga shunaqangi chiroyli qiz. Unga o baraka topkur, bu kampir biz isbotlab bera olmaysiz bor-ku. Qanaqasiga deydi. Hop, agar 20 yil oldin qiz bo'lgan bo'lsa ham o'sha kampir bo'ldi. Sal transformatsiya qilish kerak. U yoqni o'zgartirish kerak. Manikyur, pedikyur. Bu hazil, lekin o'sha kitobni o'qisanglar tushunasizlar. Bu nima demoqchiman? Insonlarni fikrini o'zgartirishlikdan boshlanadi. Buni hozir keyingi slaydlarimizda ham ma'nolarini tushunib olishlikka harakat qilamiz. Endi qaranglar. Raqamli transformatsiya bo'yicha mutaxassislik bo'lish uchun nimalarni bilishimiz kerak bo'ladi? Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana biznes jarayonlarini o'rganishimiz kerak. Biznes prosesslarini modellashtirishni o'rganish kerak bo'ladi. Har birini alohida bu bosh slaydlar tashab beriladi. Shundoq sun'iy intellektga tashab bu nima, qanaqa o'rgansam bo'ladi deb so'rasalaring o'zi chiroyli qilib ketma-ketligini qilib beradi. Ikkinchi o'rganish kerak bo'lgan narsa. Ma'lumot asosida boshqarishni o'rganish kerak bo'ladi. O'zgarishlarni boshqarish, change management va tizimli arxitektura. Mana shu bilimlarni o'rgansalaringiz sizlar nima bo'ladi? Raqamli transformatsiya mutaxassisiga bo'lasizlar. Xo'p, mana shu yerda ham bitta savolimiz bor. Mana shu 4 ta narsadan qaysi birisi eng qiyini o'rganishlik uchun? Xuddi shunaqa. Eng qiyini change management. O'zgarishlarni boshqarish eng qiyini. Mana. Nimaga desa, u yerda psixologiya, odam bor. Tushunardingmi? Qolganlarida texnologiya bo'lganligi uchun uni o'rganishingiz oson. Change managementni o'rgangan bilan odam bilan ishlanadi. Programmistlarga vahshiy qiyin. Nimaga? Chunki u doim kompyuterga nima qilgan? Buyruq bergan. Kompyuter aytganini qilgan, xato bo'lsa bagini chiqargan. Boshqa bo'lgan. Lekin odamlar unaqa emas-da. Odamlar xo'p deydi, baribir bilganini qiladi. Bu deydi, qanaqasiga kampirdi, yosh qiz bu deydi. Xo'p, mana digital transformatsiya asosan mana texnologiya, biznes jarayonlar va odamlar ishtirokida bo'ladigan narsa. Uzr so'rayman. Xo'p, endi mana shu change managementni o'rganish xohlaganlarga mana shu Jon Kotterni kitobi bor. Change management bo'yicha mana shuni o'qib chiqsa 8 ta qilinadigan xatoni va ularga yechimlarni bergan. Change management bo'yicha nomor 1 ekspert deb tan olingan. Mana shuni o'qib o'rgansanglar bo'ladi, tavsiya qilinadi. Xo'p, endi nima qilish kerak desa, mana bu narsa ikigai. Endi buni o'qigan bo'lishlaringiz ham mumkin. Agar kimda kim bu narsa yangilik bo'lsa, ikigai nima deb o'sha sun'iy intellektdan so'rab o'rganishlik mumkin. Bu yerda bir nechta nimalar ko'rsatilyapti. Mana siz o'zi nimaga qiziqasiz? Ya'ni maqsadni aniq qilib olish kerak-da. Mana dasturchimisiz yoki bo'lmasam startap qilmoqchimisiz yoki kasbingizni o'zgartirmoqchimisiz, va hokazo. Mana shu yerda o'zingizga qiziqadigan joyni aniqlab olish kerak. Bitta aylana mana sariqda boshlangan, siz yaxshi ko'radigan. Faqat yaxshi ko'rishlikni o'zi kamlik qiladi. Kimdir futbolni yaxshi ko'radi, ko'pchilik yaxshi ko'radi. Ko'pchilik futbol o'ynaydi ham. U yaxshi ko'rishlikni o'zi kamlik qiladi. Endi ikkinchi aylanaga e'tibor beringlar. Odamlarga bu dunyoga u narsa kerak. Zo'r futbolchilar kerak. Futbolga siz qiziqasiz, yaxshi ko'rasiz. Dunyoga kerakmi futbolchilar? Kerak, O'zbekistonga kerak. Endi siz qo'lingizdan keladimi, shu yo'qmi degan savol ham bor-da. Futbol o'ynagan odam hammasi ham futbolchi bo'lavermaydi, to'g'rimi? Agar uni qo'lingizdan kelmasa, u qiziqish befoyda. Gap qilsa, siz shunaqa joy topishingiz kerak, u sizga qiziqarli bo'lishi kerak, o'zingiz sevishingiz kerak u narsani va insonlarga kerakli bo'lishi kerak. Insonlar o'sha narsa uchun pul berishga tayyor bo'lishi kerak va u ish sizni qo'lingizdan kelishi kerak. O'sha kesishgan joy ikigai. O'shani topsangiz, shuni ustida shug'ullansangiz, maqsadga erishasiz. Bu har qanday nimada. Buni bugungi mavzumizga umuman aloqasi yo'q. Ikigai o'zi umuman
hayotda maqsadlaringizni topib olish uchun yaponlarni bir nimasi, metodi. Xo'p, endi yana bir narsa, ikigayni topib oldingiz. O'zingiz qiziqadigan va odamlar sizga pul berishlikka tayyor bo'lgan va hokazo narsani. Mana shu yerda Marg'ulon Sesenbay qozog'istonlik milliarderning bir chiroyli nimasi bor. Formulasi bor. Bu formulani aytishdan oldin buni ma'nosini tushuntirsam, o'sha Amerikada eng katta milliarderlar bitta konferensiyaga yig'ilgan joyida bitta jurnalist borib so'ragan ekan. U yerda Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, yana kimdir milliarderlar bo'lgan, bir nechta, 3-4 ta milliarderlar bo'lgan. Jurnalist savol bergan. Muvaffaqiyatga erishishlik uchun eng muhim narsa nima deb savol berilganida milliarderlar bir ovozdan Fox deb javob berishgan. Diqqat deb. Fox deb javob berilgan. Bu bir ovozdan degani mana shu fikrni tasdiqlagan. Tushunarlimi? Endi buni nima uchun aytyapmiz? Buni o'zlaringiz ham tushunib yetyapsizlar. Agar sun'iy intellektda bu narsani o'rganaman desanglar, narigisi qolib ketadi. Uni o'rganaman desanglar, boshqasi qolib ketadi. Tushunarlimi? O'rganaman yo qilib ko'raman degan yoki bitta startap ideya keladi, shuni qiyin keladi. Qilib boshlamay tugatmay undan zo'r bir ideya kelib qoladimi masalanda. Fokus tarqab ketadi. Ba'zi birovlar bittasi o'xshamasa, bittasi o'xshaydi deb sun'iy intellekt bor. Sardor Dushonovga o'xshagan men sadoqatli qullarim, ishlanglar deb 10 ta startap parallel qilgani bilan hammasi zo'r bo'lib ketadi degani emas. Mana shu yerda fokus, vнимание. Nima bo'ladi desa, vaqt. Siz nimagaki vaqtingizni, energiyangizni muhabbat bilan sarflasangiz, o'shanda muvaffaqiyatga erishasiz. Mana shu narsani inobatga olish kerak bo'ladi. Bu har qanday nimada. Xo'p. Hozir aytib o'tganlarim. Demak, nima qilish kerak? Birinchi o'zingizga qiziqqan narsani topib olasiz. Qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar. Ikkinchisi doimiy o'rganish. Haftasiga kamida 10 soat, yangi bilim olishlikka sarflash kerak bo'ladi. Hozir menimcha oldingi slaydlarda aytildi, bugungi kunda savodsiz odam deb o'qishni, yozishni bilmaydigan odamga aytilmaydi. Yangi bilimlarni tez o'zlashtira olmaydigan odam savodsiz odam bo'ladi. Siz o'ylamang, men oliy ma'lumotliman, diplomim bor, yo magistr tugatganman deganingiz bilan sizni o'rgangan bilimlaringiz universitet tugatmasdan o'sha eskirib bo'lgan u. Siz hali u diplomni qo'lingizda olmasdan oldin eskirib bo'lgan bu narsalar. Yana bitta statistika bor. Yaqin kelajakda bitta inson kamida o'rtacha 4 marta kasb almashtiradi degan prognoz bor. Oldingilari kimdir universitetni bitirsa buxgalter bo'lib, o'sha butun umr buxgalter bo'lib yuravergan. U korxonaga borib ishlagan buxgalter, bu korxonaga borib ishlagan buxgalter yoki bo'lmasa bitta kattaroq kompaniya bo'lsa, shu yerga buxgalter bo'lib kirgan, 30 yildan keyin pensiyaga chiqqan. Oldinlar. Endi bu yoqda o'rtacha deyapti. Bu degani bir 10 tacha ham bo'lib ketishi mumkin. Boshqa. Bu degani tez moslashuvchan bo'lish kerak. Yangi narsani o'rganishlik kerak bo'ladi. Endi siz boshqaruvga o'tayotgan bo'lsangiz, sizda nomer bir narsa bu muloqot, kommunikatsiya bo'ladi. Siz o'z fikringizni og'zaki va yozma tarzda insonlarga yetkazishlikni bilishingiz o'z sizni qiymatingizni 2 marta oshiradi. Siz o'ylashingiz mumkin, men gapirishni bilaman-u, yozishni bilaman-u. Siz gapirishni bilganingiz, yozishni bilganingiz ahamiyatli emas. Ahamiyatlisi siz o'ylab turgan fikringizni insonlarga yetkaza olishingiz. Bu aynan shu rahbarning asosiy quroli bu. Muloqot, kommunikatsiya. Xo'p. Endi mana bu narsa ham bor. O'rganadigan narsa ko'p. Shuning uchun doim nima qilib turishimiz kerak bo'ladi? Duoda bo'lish kerak, ha? Haqiqatda ko'p narsa o'rganganmiz. Sun'iy intellekt bilan, sun'iy intellektsiz bu yerda ko'proq ilm olaman deganlar o'tirib, tushbugungacha ham o'rgangan. Bundan bu yoqdan o'rganish kerak. Lekin o'rganganimizning necha foizdan biz hayotda foydalanamiz yoki foydalandik? Juda ham foizi kam. Shuning uchun biz nima doim so'rab turishimiz kerak ekanki, Allohim menga o'rgatgan narsang orqali manfaat bergin. Menga manfaati bor narsani o'rgatgin deb har kun duo qiling. Men esimga tushib doim qilaman. Bu bizning asosiy qurolimiz. Agar mana shu kelib bugun nimani olib ketding desa, mana shuni olib ketinglar. Mana shuni olib ketinglar. Chunki shu kungacha o'rgangan narsalaringiz ham oz narsa emas-da.
lekin undan sizga manfaat kelishi kerak yoki endigi o'rganadigan narsangizdan ham sizga manfaat kerak. Shunchaki o'rganish bu mana bu Warren Buffettning gapi boya aytib o'tganim, agar siz o'z fikringizni og'zaki yoki yozma ravishda insonlarga yetkazishni o'rgansangiz, sizning qiymatingiz 2 barobar. Mana shu yerda dasturchilar o'tiribdi. Aytinglar, hayot davomida qanaqa bo'lgan? Sizlar shunaqangi programma tuzgansizlar yoki shunaqangi funksionalist qilgansizlar, birov rahmat degan emas. Kimdir bir tiyinga qimmat ish qiladi, hamma qarsa aytgan. Shunaqa bo'lganmi, yo'qmi? Shunaqa bo'lganlar bir qo'l ko'taringlar. Ko'z yoshlarni artib qo'yinglar bundoq qilib. Yashaganmiz ularni biz ham. Nimadan desa, u ularni aybi emas, bizni aybimiz. Qilgan ishimizni ko'rsata olmaymiz, bir chiroyli qilib tushuntira olmaymiz. Ishlayapsizlar, ishlayapmiz, kechasi bilan ishlayapmiz. Boshqalar ishlamaydi, faqat natija ko'rsatadi. Tadilga solib chiroyli qilib olib kiradi. Qaradi, bizning korxonani tarixida bunaqasi bo'lmagan deydi. O'zi qilingan ishni o'zi yo'q. Mana shu narsani o'rganish kerak bo'ladi, shunda qiymatga ega bo'lasiz. Menga bitta menejerim aytganda-da, boshida xafa bo'lganman. Lekin to'g'ri gapir. Agar ko'p ishlaganda qadr bo'lganida eshakda qadr bo'lar degan. Mana shuni esdan chiqarmanglar. Ko'p ishlaganda qadr bo'lsa, eshakda qadr bo'ladi. Bu gapni gapirganda xafa bo'lganman, chunki eshakdek ishlardim-da men. To'g'risi, o'zimni ko'rsataman, boshqa qilaman deb. Lekin nimani ham o'rgatish kerak. Lekin cho'zilib vaqtimiz qancha bor? Yo'q. 5 minut? Ha, bo'ldi. Mayli, hozir men bog'langan joyda ayting, keyin o'sha ishlagan korxonalarim bittasida haqiqatda men eng yaxshi insonlar bilan ishlayman. Ya'ni qanaqa ma'noda? Men o'zim tanishib, ko'rishib ishlagan odamlarning ichida eng yaxshisi. Yaxshi, bundan yaxshi odam bilan men ishlamaganman. Va undan yaxshisi yo'l yiqishini kutmayman ham. Lekin o'sha bilan qanaqa voqea bo'lganini hozir aytaman. Biz bitta joyda mana shu sistema qilishni boshladik. Mayli, endi ish boshlagan odam natija qilish kerak. Davay bolalar bosib ishlaylik, kechasi bilan ishlaylik, natija qilaylik. Bolalarni ishlatganman. Samandar sanam boradi shekilli. Samandar boradi. Qudrat Eshmetov Xorazmdan bitta do'stimni olib kelib olganman. Kechasi bilan bolalarni ishlatganman. Ishlaganmiz. Endi kechasi bilan ishlagandan keyin odam charchaydi. Stress, davay qilib ishlayapmiz, boshqa qilyapmiz. Ertasi kuni meni boshim og'rib qoldi, charchab qoldim. Qudrat, menimcha shu Samandarda shu dori ichib yordi bor-ku, mazasi qochib. Da, men shunaqani yashadik. Keyin ertasi kuni mendan o'sha biznes egasi so'radi. Ishlar qanday ketyapti dedi. Endi bu yerda bolalarning aybi yo'q. Men o'zim holatimni aytaman-da. Ishlar yaxshi ketyapti dedi. Shu dedi, menimcha dedi, sekin ketyapti-yu dedi. Ya'ni qaranglar, men endi bu yerda nima demoqchiman? Men qilayotgan ishimizni qiymatini ko'rsata olmayapman. Boshqa komandada ham aybi yo'q-da, davay tushunib turibdi. Bu meni aybim edi. Rahbar sifatida, lider sifatida meni aybim edi. Qilinayotgan ishlarni chiroyli qilib ko'rsata olmayapman. Komandani kechasi bilan ishlatyapman, dori ichib zo'rg'a o'tirib ishlayapti, boshqa qilyapti, lekin sekin ishlayapsizlar deyapti. Shuning uchun mana shu yerda qo'shimcha mana bularni bilish kerak ekan, kommunikatsiya deydi. Qilayotgan ishingizni bir chiroyli qilib taqdim qilish, boshqa qilishlarni o'rganish kerak bo'ladi. Hozircha shu bilan menimcha kifoyalansa kerak savollar. Xo'p, endi yana muvaffaqiyat omillaridan bittasi mana shaxsiy intizom. Qaranglar, muvaffaqiyatga erishishlik uchun sizdan geniy bo'lish talab qilinmaydi. Boshqa birovlardan aqlli bo'lish ham talab qilinmaydi. Aqlimiz yetmagan joyda mana Xudoga shu sun'iy intellekt bor, yordam beraveradi. Lekin insoniyat tarixida bugungidek imkoniyat nimadir o'rganish uchun bo'lgan emas. Har qanday narsani o'rganish mumkin. Sun'iy intellekt yordamida. Bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Xo'p, endi muvaffaqiyatga erishishlik uchun esa boshqadan ko'ra aqlli bo'lish talab qilinmaydi. Geniy bo'lish ham talab. Lekin siz boshqa birovlardan ko'ra intizomli bo'lishligingiz shart. Shunda muvaffaqiyatga erishasiz. Intizom nima desa, siz qilishingiz kerak bo'lgan ishni, qilishingiz kerak bo'lgan vaqtda sizni nafsingizga yoqsa, yoqmasa qilishingiz.
Hammaga yoqadi, hamma o'zi aytishi mumkin. Men yangi narsa o'rganyapman. Hamma o'zini nafsiga yoqib turgan paytda yangi narsa o'rganaveradi. Ha? O'zicha yangi narsa o'rganyapman dedi. Ingliz tili o'rganar, dasturlash o'rganar, sun'iy intellekt nima qilsa qiladi. Masala u emasda, masalaki siz o'zingizga yoqmasa ham shu ishni qiling. Yoqmay turgan payt. Maza qilib Instagramda yoki YouTube'da nimadir ko'rish mumkin. Yoki konsertga aylanishga borish mumkin, ha? Lekin o'sha vaqtni siz intizomli ravishda shaxsiy rivojlanishga sarflay olayapsizmi, yo'qmi? Masala shu. Salomat bo'ling. Said olim. Ko'ring, bemalol. Huzurga avval rahmat. Har doimgidek aytgandek, dars o'tirganda informatsiyadan fokus ishladingiz. Vaqtingiz uchun rahmat. Odam qimirlashga, so'rashga qo'rqib turgan bo'ldi. Xo'p, kichik savolimiz bordi. Aziz aka, rahmat. Istalikka. Bilim olmoqchi bo'lsanglar, gitaga marhamat. Keyin qarang, o'sha homiylarimiz, voy, buni ushlab turing. Homiylarimiz sovg'alari bor edi. Hozir bitta sovg'a yana 4 ta, bilmam, Said olim keyingi nimada 4 tasini tarqatib yuboradi. O'zi umuman endi o'rganayotganlar bo'lsa, hech ikkilanmasdan dasturlash o'rganaversanglar bo'ladi. Hozir haqiqatda tushish, chunki ko'pchilik bilmaydi. Men sun'iy intellekt chiqib ketdi, endi dasturlash hech kimga kerak emas deyapti. Balkim Said olim bilar aytadi. Kim o'qiyapti desa, faqat haqiqatda akasi, ukasi yo'q, sen o'rgan deb samimiy aytganlar nima qilyapti. Hozir Said olim savol javobda 4 ta sovg'ani tarqatib yuboradi. Xo'p, Said olimga bizning traditsiyamiz bor. Ya'ni har bir speaker ketishdan oldin, undan keyingi speaker bir soat talab ketish kerak, sovg'a sifatida omonat qilib. Va o'zlarining speechlarini shu javob bilan boshlaydi o'sha savolga. Eslab o'taman, xohlasa shaxsiy savol, xohlasa mavzu bo'yicha. Mavzulari sun'iy idrok davrida shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. Okey. Xo'p. Said olim aka, men sizga nima savol berishimni xohlardingiz va unga nima deb javob berasiz? Chunki uzr so'rayman, oxirgi paytda sun'iy intellektlar bilan shunaqa muomala qiladigan bo'lib qolganmiz-da. Voy, o'chib qoptimi? O'rnida turganlarda yaxshi ishlagan. Eshitilyaptimi? Xo'p, Said olim aka, men sizga nima deb savol berishimni xohlagan bo'lardingiz va unga nima deb javob berasiz? Hozir aytganim, sun'iy intellekt bilan shunaqa muomala qilib o'rganib qolganmiz-da. Bundan roppa rosa 20 yil oldin men shunaqa qilib yedirgandi, esimda bor, Samarqandga borganda. Kattakon rahmat. Xo'p, keyingi speakerimiz haqida ba'zircha aytib o'tirmayman. Ijtimoiy tarmoqlarda aktivlar va umuman ko'pchiligimiz ustozimiz ko'plab loyihalarda mentorlik, teknik degan loyihalar Siz yonma yopishtirdingiz. Mana shu tadbirimizga mavzulari va yuqorida aytganimdek sun'iy idrok davrida, AI agentlar davrida shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. Mana kelibdi. Panel diskussiyada ham o'zi buni boshlab qo'ygandik. Ya'ni 5 ta speakerdan 4 tasi men hamma ma'lumotni beraman deganiga men beraman, lekin o'zim qo'rqaman berganimdan-da. Shunaqa paradoks. Men sizga qanaqa qilib qo'rqmay berishni o'rgatmoqchiman-da. Zo'r. Do'stlar, Said olim aka. Savol esimda, javobini o'ylayapman. Assalomu alaykum hammaga biror. Kelganimdan beri ism aytilganiga ozgina odam xijolat bo'ldi. Qudrat aka oxiriga yopishtirdilar. 20 yillik alam ovozda endi. To'g'risi, mavzuyimiz sun'iy intellekt bo'lganligi uchun bilmadim nima savol bergan bo'lar, nima savolingizdan qo'rqgan bo'lardim. Menimcha sun'iy intellektni hozirgi kunda qanaqangi unumli ishlatyapsan yoki qanchalik darajada yaxshi qilyapsan, mana Anvar aka chiqish qildi, ular har xil usullarni o'rgatdilar. Siz mana dasturchilikdan marketingga qarab ketib qoldingiz. Endi sanda ham xuddi shunaqa o'zing yo'rtgan yo'nalishingda sun'iy intellektni shunaqangi
qolganlarga dars o'tadigan darajada qilasanmi yo'qmi degandek savol bersangiz kerak deb qo'rqqan edim. Menimcha shu savol bo'lsa kerak. Javobini ham aytib beraman. Sun'iy intellektni hali men o'zim xohlagan, o'zim qoniqadigan darajada yetib o'rganganim yo'q. Boyiga anarkan slaydlarida agar ko'rgan bo'lsanglar, borga chatbot bor edi, keyin agentlar bor edi, 5 ta qadam bo'ladigan bo'lsa, menimcha men hozirgacha 3-qadamda bo'lsam kerak, hali 4-5 taga yetib borganim yo'q. Eng qo'rqqan savolim menimcha shu edi bugungi mavzudan, chunki AI bo'yicha ancha orqadaman deb hisoblayman o'zimni. Xo'p. Bugungi mavzuyimizga menimcha javob bera oldim deb o'ylayman, Oqtataka. Rahmat. Bugungi mavzuyimiz sun'iy intellekt davrida. Nima uchun sun'iy intellekt davri? Chunki hozir hamma sun'iy intellektni ishlatishni boshlagan, qanaqadir tartibda ishlatyapmiz. Shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash. Bu yerda men nima haqida gapirmoqchiman? Tasavvur qilinglar, avtomobil ishlab chiqarilgan paytida asfalt yo'llar, o'rtadagi chiziqlar, ikkitali, o'tish mumkin emas bo'lgan yo'lchalar, svetoforlar degan tushuncha bo'lmaganda, oddiy ot arava yuradigan yo'ldan mashinalar haydab yururganda va hech qanaqa chegara bo'lmaganligi uchun mashina xohlagan joyda to'xtalgan, xohlagan joyda yura olgan. Lekin hozirgi kunga kelganingizda sizlarda unaqa imkoniyat yo'q. Ayniqsa pravaga topshirayotgan paytda haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lganlarda imtihonda ham ayni shu narsada qiynalinadi. Qaysidir belgiga qarash kerak, yo'lga qarash kerak, qonun qoidalari bor. Va bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan narsa ana o'sha qonun qoidalar haqida ozgina xabar berayki, keyinchalik ishlatayotgan paytingizda xatoni kamroq qilinglar mavzusida sizlarning shaxsiy ma'lumotlarni qanaqa qilib himoyalasangiz bo'ladi degan mavzuni tanladim. Lekin yana bitta narsa o'rgatmoqchi edim. Bu ko'pincha korxonalar, ayniqsa chet elda ishlayotgan korxonalarda bitta qiziq narsa bo'ladi. Men slaydda bildirayotgan ma'lumotlarimni meni korxonamga aloqasi yo'q degan narsani aytishadi. Boya Murodjon savol bergandilar-ku, Saidolm aka, sizlar Manefda qaysi AI toolni qanaqa shaklda ishlatyapsiz deganda javob bermadim. Shunga o'xshagan holatlar bo'lmasligi uchun bu sizlarga namuna sifatida ko'rsatmoqchiman. Bu narsani oxirgi 2 yildan beri ishlatib kelyapman. Ya'niki agar sizlarni taqdimotinglardagi ma'lumotlar sizlarning o'zingizlarning fikringiz bo'ladigan bo'lsa va korxonaning ma'lumotlari yo'q bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshagan yozsanglar bo'ladi. Startap qilyapsizlar, dunyoga chiqishni boshlayapsizlar, ertaga chiqayotganingizda ozgina bo'lsa ham shunaqa formallikni qilib chiqsanglar, chetdagi davlatdagi sizlar bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar tezroq sizlar bilan jiddiyroq gaplashishni boshlaydi. Birinchi bo'lib men sizlarga UzGeeks haqida gapirib bermoqchi edim, chunki bugun UzGeeksni 10 yillik tadbiri bo'lyapti, yubileyi bo'lyapti. 2016-yilda boshlangan edi bu narsa. Ya'ni ayni UzGeeks nomi bilan berilgan, boya Aziz aytib o'tganlaridagi. Va UzGeeksni har xil logolarini qo'ydim. Oldinlari brending degan narsa unchalik qattiq bo'lmagan bilsanglar yoki rebrandinglar bo'lgan UzGeeksda 2-3 marta, 4 marta bo'lgan ekan. Va sizlarga ma'lum bo'lgan ikkita loyihani men hozir ko'rsatib bermoqchiman. Ayni shu loyihalar ham ayni UzGeeksni ichida, UzGeeksni negizida hosil bo'lgan va rivojlangan. Birinchisi bu ustoz shogird kanali. Ustoz shogird kanalini eshitgan bo'lsanglar kerak, u yerda balki kimdir o'ziga ish topgandir, kimdir xodim topgandir. Bu yoqda yana auditoriyada odamlar o'tiribdi. Men deydi, birinchi marta u odam bilan Londonda ko'rishgan paytimda Saidolm aka dedi, "Ha, desam, ustoz shogirdda anaqasimisiz?" dedi. "Adminimisiz?" dedi. "Ha," desam, "Men deydi, React'dan dars berardim va har bitta guruhimga 15 ta ustoz shogirddan bola yig'ardim" dedi. Ya'ni qanaqadir shaklda instrument bo'lib qolgan bu va buni yaralishning ham asosiy sabablaridan bittasi bu UzGeeks bo'lgan. Chunki birinchi ochgan paytimda u yerda 20 ta 30 ta odam bo'lardi, har bitta odamni e'lonini ko'rib chiqish menga juda ham ko'p vaqt olar edi va hokazo va unchalik qattiq rivojlanmagan edi. Ayni UzGeeksda buni e'lon berib, o'tdagi guruhlarimizda biz rivojlantirib ko'rsatishni boshlaganimizdan keyin bu hozirgi holatga, ya'ni IT ishlarni guruhi shaklda rivojlangan hozir. Kanal shaklda rivojlanib keldi va undan tashqari kichkina yana loyihachalar ham paydo bo'ldi atrofida. Bu UzGeeks ustoz shogird sohalar, kitoblar va hokazo. Shu bilan birga boya Sag'indiqqa gapirib o'tdinglar. Menimcha Aziz slaydida bor edi. Qoraqalpog'istondan turib Toshkentga menimcha 2-3 marta kelib ketdilar UzGeeksga, to'g'rimi? 2-3 marta kelib ketdilar shuncha 10 yil davomida va ularni eng katta qilgan mehnatlari bu Yordamuz degan saytimiz bo'lardi. Yordamuz bu sizlar dasturchilar ko'pchilik biladigan Stack Overflow'ning o'zbekcha varianti edi. Ya'ni to'liq interfeys ham o'zbekcha edi, savollar ham o'zbekcha, javoblar ham o'zbek tilida bo'lar edi va Sag'indiq buni juda ham katta, nima deydi, motori deydi-ku, buni yurg'izib bergan odamlardan bittasi edilar. O'shalarni alohida aytib o'tmasam bo'lmaydi deb slayd yasagan edim. Va hozirgi kunda mana logosini qo'yib qo'ydim, konferensiyamizni, shu mana 10 yilligini nishonlayapmiz. Yana bitta mavzu, iloji bo'lsa
o'rtoqlaringlar bilan, kursdoshlaringlar bilan yoki guruhdoshlaringlar bilan qanaqadir loyihalarni birga qilishga harakat qilinglar. Startap bo'lmagan, pul olib kelmaydigan sotsial loyihalarni ham. Sababi u sizlarni qanaqadir shaklda rivojlanishiga birinchidan yordam beradi. Ikkinchidan jamiyatimiz o'ziga ham katta foyda beradi. Chunki UzGeeksning asosiy ma'nosi nima, maqsadi nima edi? O'zbek tilidagi kontent ko'payishini xohlagan edi. Offline bo'lsin yoki o'zaro gaplashganimizda bo'lsin, ruscha, inglizcha ma'lumotlar juda ko'p, lekin ularni emas, ayni o'zbek tilida qilaylik degan narsa bo'lgan edi. Va bu narsani katta bo'lsin, 10 kishi bilan bo'lsa ham boshlasanglar, ertaga u kattalashishni boshlaydi. Xuddi mana hozir GDG chiqqan, Microsoft'ning community'si chiqqan va hokazo. Shunaqalardan bittasi bu hozir biz Angliyada Ustek degan bitta hamjamiyat tuzganmiz. Ya'ni Angliyaga borib, u yerda kompyuter texnologiyalarida o'qiyotgan yoki shu sohaga yaqinroq bo'lgan sohada o'qiyotgan talabalarimizdan yoki bitirgan talabalarimizdan ulardan guruh tuzganmiz va ular bilan har 2 haftada xuddi mana UzGeeksPodda har oyda bir marta meetup o'tkazgandek, biz ham har 2 haftada bir marta meetup o'tkazib kelamiz. Va bunda ketida shunaqangi imkoniyatlar ochildiki bolalarga, masalan, hech qachon Google Office'ga kirmagan bolalar Google aylanib chiqishdi. Bloomberg Office'ga kirmagan bolalar Bloomberg aylanib chiqishdi. Ya'ni Bloomberg nimaligini o'rganishdi. Data engineering nimaligini o'rganishdi. O'zi marketingda ishlasa, u farmatsevtikani eshitdi. O'zi tekstilda ishlaydigan bo'lsa, u mnemotexnikani o'rgandi. Ya'ni shunga o'xshagan qiziq narsalarni o'rganishni boshladi bolalar. Xohlardimki, sizlar ham shunga o'xshagan yoshlarga tilagam, xohlardimki, sizlar ham agar shunga o'xshagan kichik bo'lsa ham ijtimoiy narsani ochishni boshlasanglar, tashkillashtirishni boshlasanglar, menimcha o'ylayman, bizga vatanimizga ko'proq foyda bo'ladi. Xo'p, demak, endi sun'iy intellektga qaytib kelsak. Sun'iy intellekt tekin, ko'pchilik tekin ChatGPTni ishlatadi, tekin Gemini'ni yoki Cloudni ishlatadi. Limiti ko'pchiligida kamroq yoki sekinroq ishlaydi yoki unchalik zo'r ishlamaydi, lekin ishlatamiz. Xo'p, lekin bizda qiziq narsa borki, agar mahsulot tekin bo'ladigan bo'lsa, demakki mahsulot bu bizning o'zimiz degan narsada, ya'ni sensan degan. Shunga qanaqasiga bo'lishi mumkin? Men ChatGPT ishlatyapman-ku, aytganlaridagi men o'zimni tibbiy ma'lumotnomalarimni ham yuklaganman, pasportlarimni yuklab, vizaga narsa tayyorlayman va hokazo deymiz, to'g'rimi? Lekin bitta qiziq narsa, kelib tekshirib ko'yaylik, qanchalik bu narsani xohlagan siz ishlatib turgan sun'iy intellektda bu narsa qanchalik yaxshi, qanchalik sizlar bemalol erkin o'zingiz ishlatib turgan sun'iy intellektni ishlasanglar bo'ladi. Men bitta eksperiment qilib ko'rmoqchi bo'ldim sizlar bilan. Agar kimda hozir imkoniyati bor bo'lsa, sun'iy intellektni ishlatib ko'rishga, QR kodni skan qilsanglar, men matnni sizlarga tashib beradi, promptni tashib beradi sizlarga. Promptni ishga tushirib ko'ringlar. Promptni ishga tushirib ko'rsanglar, sizlar haqingizda qanaqadir shaklda ma'lumot berish kerak bu. Men haqimda bilgan barcha narsani ro'yxat shaklida yoz. Har bir fakt yonida bu ma'lumot qayerdan olinganligini, suhbat, xotira, taxmin qisqa qilib belgilab qo'y. Bilmagan narsangni o'ylab topma. Bu promptni tarixini aytib beraman. Bir kun jiyanlarim bilan choyxona qilib o'tiramiz. Aytishdiki, Saidol aka deydi, men ChatGPT mani AI'imga kirsam deydi, men haqimda hamma narsani bilyapti dedi. Kirganda dedim, meni so'raguncha men haqimda nima bilyapti dedim. Kirdida men haqimda LinkedInda bor bo'lgan yoki umumiy joyda bor bo'lgan ma'lumotlar chiqib kelishni boshladi. Agar hozirlarni qo'yiladi turgan promptning natijasida sizlar haqinglardagi ma'lumotni aytib berayotgan bo'lsa va ikkinchisi, agar sizlar hozir ishlatib turgan sun'iy intellektinglar tekin bo'ladigan bo'lsa, bilinglarki, bu hamma ma'lumotlaringlarni endi tashqariga chiqarib bo'ldinglar. Bu yomon xabar, agar kimdir tekin ishlatayotgan bo'lsa. Xo'p. Bu men yozgan promptim va uni javoblari. Oilam haqida yoki deylik, meni qanaqadir shaxsiy ma'lumotlarim haqida menga ma'lumot topib bera olmadim. Men buni ChatGPTda tekshirdim va Gemini'da tekshirib ko'rdim. Tekin versiyalarda. Sizlar ham tekin versiyaga kiringlar, tekshirib qo'yinglar bu narsani. Agar hozirda shu narsani chiqarayotgan bo'lsa, hozir nima uchunligini aytib beraman. Xo'p, qanday qilib telefonimiz bizani o'zimizni yaqinimizdan, ota-onamizdan ko'ra bizani ko'proq biladi. Bilasizlarki, hozir hamma smartfon ishlatayotganlarda shunaqa narsa qilganki, mikrofoni o'chmaydi yoki sizlar ishlatayotgan dasturlarni, Instagram bo'lsin, Telegram bo'lsin, boshqa bo'lsin, sizlar qilayotgan ma'lumotlaringlarni, harakatinglar orqali sizlarni butun xarakteringlarni o'rganadi.
Endi buni nima uchun qanaqa o'rganadi, qanaqa buni oldini olaman, hech bo'lmasa qisman oldini olaman, shu haqida ko'rib chiqamiz. Yana bitta prompt xohlasanglar, meni aldamasdan javob ber. Sen va sening boshqa sun'iy intellekt tizimlaring men yuborgan so'rovlarimni o'zida saqlaydimi? Qaysi ma'lumotlarimni saqlaysan? Qaysi pullik paketni ishlatsam mening ma'lumotlarimni o'rganmaysan? To'liq javob ber. Bu promptning natijasi nima bo'ladi? Sizlarga ochiq sun'iy intellekt aytadi. Sizlarning ma'lumotlaringizni u qaysi shaklda, qaysi formatda yoki nima qilib saqlashini e'tibor berib qaraydigan bir ikkita joylarni hozir ko'rsatib beraman. Tekshirib olishingizga ozgina vaqt beraylik. Eng qizig'i javobni boshida ko'pchiligida H deb boshlagan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha dedi, to'g'rimi? Endi o'ylaylar sizlar papkaga solib qo'ygan pasportinglarni anaqalarga, shkaflarga solib qo'yasizlar, tepalarga olib qo'yasizlar-da. Lekin uni kopiyasini ChatGPT'da bormi desa, ha deydi, berib tursa beradi-da. Xo'p, endi men tekshirganim, ha, saqlaymiz deyapti. Nimani saqlaysan desa, qaysi qurilmadan kirgansan, qaysi lokatsiyadan kirgansan, parollarni yuborgan bo'lsang, parollaringni, bank kartangni rasmga olgan bo'lsang, bank kartalaringni, maxfiy qanaqadir hujjatlaring bo'lsa, ularni ham saqlayman deyapti. Like bosgan bo'lsang, dislike bosgan bo'lsang, uni ham saqlab beraman deyapti. Pasportingni kopiyasini yuborganmisan yoki deylik qanaqadir yana boshqa tokenlarni yuborganmisan, hammasini saqlayman deyapti. Endi o'ylab ko'ringlar-da, tekinni ishlatish qanchalik yaxshiligini. Javobini aytmayman, chunki o'sha javobini bilgan bo'lsanglar kerak. Yechimi buni nima qilishinglar kerak bo'ladi? Agar sizlar o'zingizlarning ma'lumotinglarni chiqib ketishini xohlamayotgan bo'lsanglar, xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, pulli variantiga o'tib ketinglar. To'g'ri, pulli variant qimmat. Lekin sizlarning shaxsiy ma'lumotinglar undan-da qimmatroq. Nimaga? Telefon qilib hozirlarga aytsamda, anaqa kod keldi, ping anaqa kod keldi, shunday SMS-dan aytib o'tsam, hozir hammalar o'zi qo'rqasizlar, to'g'rimi? Lekin buni bilguninglarcha sizlar aytardinglar u kodlarni. Yoki deylik, hozir telefon kimdir ko'chada kelyapti-da, telefoningizni berib turing, mana shunday uyga telefon qo'ying, onamlarga xavotir olyaptilar desa, telefoninglarni berardinglar oldinda. Hozir o'ylab ko'rasizlar, to'g'rimi? Nega? Chunki bersa, SMS kelganda SMS kodini aytib yuboryapti-da, uxladi deyapti. To'g'rimi? Chunki u unaqa usuldagi mashinniklarni ham, boyagi aldoqchilarni ham topib oldinglar. Endi men sizlarga aytmoqchi bo'lgan bugungi xabarim bitta. Sizlar ishlatayotgan sun'iy intellektda ham xuddi shunaqa narsa bor. O'sha mashinniklarni yopishinglar uchun iltimos oldini olinglar qilmoqchi bo'lgan narsalarni. Arzon biznes uchun qilingan sun'iy intellektlar bor, o'shalarga o'tib olsanglar ham bo'ladi bu narsa, bu ma'noda va o'sha yerda ma'lumotlarni saqlasanglar bo'ladi. Ya'ni oxiri katastrofa degan narsa yo'q bu yerda. Men sizlarga faqatgina qilmoqchi bo'lgan narsam o'sha qop-qora asfalt ko'chani qilib bo'lgandan keyin oq chiziqlar chizib qilinadi-ku, ana o'shani chizib bermoqchiman xolos. U yoqdan keyin o'zingizlar birinchi palasida yurasizlarmi, ikkinchisida ham yurib ketaverasizlar. Endi dasturchilar uchun ba'zi bir tavsiyalar bor. Dasturchilar hozir juda ham ko'p qattiq sun'iy intellektni ishlatadi. Birinchisi, korxona egalari, ayniqsa biznes egalari dasturchilarning qurilmalari va dasturchilarning sun'iy intellektidan foydalanayotgan bo'lsanglar, unaqa qilmanglar. Chunki dasturchilarga sizlarning dasturinglarni yozib berish uchun pul to'layapsizlar. Sizlar ularga instrumentlarni hammasini beringlar. Sun'iy intellektni ham ularga beringlar, paketini sotib olinglar, qurilmani ham ularga beringlar. Bu biznes egalariga tavsiyam. Endi dasturchilar uchun tavsiyam bo'lsa, sizlarning sun'iy intellekt bilan ishlayotgan paytingizda 3 ta katta narsa bor. Birinchisi, parollaringlarni, tokenlaringlarni, API qilishlarini, API kaltlarni va hokazo, ularni hech qachon sun'iy intellektga bermanglar. Kirsanglar, sozlanmalari bor. Cloudga ham kirib, cloud menga qara, konfiglarni, environment fayllarni o'qimini qilib qo'ygin desanglar, qilib beradi va uni o'qimaydi. Ikkinchisi, kodni, sizlarni korxonalarning kodini tekin sun'iy intellektga yuborishdan oldin 2 marta, 3 marta o'ylab ko'ringlar. Bilsanglar kerak, anaqada ChatGPTga Facebooknikimida source kodini olishganda analitikaga jo'natib yuborishgan. Va eng qizig'i ChatGPTni tekin versiyasiga jo'natib yuborishganda. Yoki deylik, oxirgi mana bir oy oldin bo'lgan voqea, cloud kodni tekin versiyasini map fayl orqali buzishdi, to'g'rimi? To'g'ri, cloud kodni, source kodini chiqarib olishdi web fayl orqali. Front end tarafini. Keyin bolalar nima qilishdi? Cloud kod Darya
yuristlar bilan gaplashib hamma yoqdan repozitoriydan o'chirishga harakat qilguncha 6 soatning ichida aqlli dasturchilar JavaScriptda yozilgan narsani Pythonda yozib chiqishdi. Ya'ni cloud kodni birga bir kopiyasini Pythonda yozib qo'yishdi. U intellektual mulk korxonanikida qaysidir dasturchini qilgan kichkina xatosini hisobiga u ko'chaga chiqib ketib qoldi hozir. Endi uni orqaga qaytara olmaydi. Sudlar ham yordam bera olmaydi. Ana mana shu narsa, mana shu ikkinchi qoidada turibdi. Kodni birovga berishdan oldin, sun'iy berishdan oldin iltimos anonimlashtirib, iloji boricha tushunmaydigan qilib keyin beringlar. Yoki o'sha yopiq tizimdagi mumkin bo'ladigan sun'iy intellektlar bilan ishlatinglar. Va uchinchisi, shaxsiy hayotingizda qaysi sun'iy intellekt ishlatishingizdan qat'iy nazar data training degan narsasi bor, o'chirib qo'yinglar. Men o'zim o'rganaman degan galchkasi odatda yoqib o'tiradi, o'sha joyni o'chirib qo'yinglar. Masalan, ChatGPTga ham oya qaraganingizda yozilgan joyida bor edi, u yerda "Ha, men train qilaman" degan yozuv bor edi. Maydarog'ida bor ekan, kattasida emas ekan. Ya'ni train qilaman deydi, qanaqa o'chirib qo'ysa, o'zi o'chirishga o'rgatib qo'yadi sizlarga. Shu narsani e'tiborga olsanglar yaxshiroq bo'ladi. Yani boyagi mana hozir aytgan narsam edi. Antropikda shu narsa bo'ldiki, frontendni fayllarini noto'g'ri Gitga yuklab qo'yishganligi hisobiga butun boshli antropikni kodlari ko'chaga chiqib ketib qoldi. Ya'ni hozir shunaqa holatda yashayapmiz-da, o'shanga harakat qilinglar, bu xatolarni kamroq qilishga. Hozircha shu, men aytmoqchi bo'lgan, yetkazmoqchi bo'lgan narsamni asosiy qismi shu edi. Rahmat, agar savollar bo'lsa, marhamat, savollarga javob beramiz. Bo'ldi taqdimot. Avvalo kelganingizga rahmat, vaqtingizga rahmat. Do'stlar, zaldan ikkita savol agar kimdadir bo'lsa, akamiz bor ekan. Iltimos tashkilotchilardan ungacha keling qisqada taqdirlash bo'lsin. Berib olaylik. Kutib olaylik. Rahmat. O'zlari. Sertifikat. O'zim bilan o'zim deydi. O'zim bilan tabriklayman. Rahmat Aziz aka. Rahmat katta aka. Mikrofon Manda. Assalom. Siz aytyapsizki, ma'lumot shaxsiy ma'lumotlar, ma'lumotlar agar shu holat bo'lgan bo'lsa nima qilish kerak? Shaxsiy ma'lumotlar yo'q, ko'pchilik hammasi oddiy holat bo'lishi mumkin, lekin oddiy xalq, oddiy insonlar dasturdan korxona ma'lumotlarni berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu insonlarni tavsiya berasiz. Yaxshi savol. Yaxshi savol, rahmat savolga. Bu savolga tayyordim deydi. Birinchisi, agar sizlarni sun'iy kirsanglar, uni tarixini o'chirish imkoniyati bor va kiringlarda tarixni o'chirib tashlanglar. Sababi tarixni o'chirmasanglar, ular uzoq muddat saqlaydi. O'chirsanglar 30 kunning ichida hamma ma'lumotlarni keyin o'chirib tashlaydi. Faqat bitta ma'lumotinglar qolib ketadi u yoqda. Agar u ma'lumotinglarni o'zini o'rgatishga ishlatib bo'lgan bo'lsa, u bilim ularda qolib ketadi. Xuddaki mana sizni kitobingizni olib turaman. Boygani 7 ta zo'r qobiliyat biznesmenlarning degan kitobingiz bor edi. Men oldim, boyagi narsalarni o'qib chiqdim-da, o'qib sizga kitobingizni qaytarib berdim, ha? Kitob sizniki qolyapti, lekin undan olgan bilim menda qolib ketadi. Ayni o'shani qaytara olmaysiz, lekin kitobingizni stol ustida emasda olib tashlasangiz, bo'ldi, boshqa men u kitobingizni o'qiy olmayman. Ya'ni sun'iy intellektdan shunaqa ishlaydi, shunga kirib tarixini boshqasini o'chirib tashlaydi. Qanaqa o'chirishni sun'iy intellektni ishlatayotganinglarni o'zidan so'rasanglar, aytib beradi qanaqa o'chirishni ham. Qaror foydasi yo'q. Foydasi bor, yo'q, foydasi bor. Nega foydasi bor? Chunki siz kitobni stolda qoldirib hozir olingda, uyga ketingda, masalan, shanba oldin uyda dam olib, dushanba kuni qaytib keling, kitob bo'lmaydi bu yerda. Ana shunaqa bo'lmasligi uchun lutchi kitobni o'zingiz bilan uyga olib ketganingiz yaxshi. Shunga tozalab turganingiz yaxshiroq. Rahmat. Cloud Miners hali ommaviy ishlanadi. Lekin chiqqandan keyin biz ma'lumotlarimizni xavfsizligini qanday ta'minlay olamiz? Ya'ni Cloud Miners hali hozir ham ishlaydi. Nima qilishlar haqida? Zo'r savol lekin bor. Uni o'shanga ham chiqarishmadi-da. Bilmaganlarga ma'lumot bermoqchiman. Cloud Miners degan yangi turkumi chiqyapti.
u turkum bo'yicha shunaqaki, kod yozishni mana hozirgi cloud 80-85% gacha yoza oladi. U bo'lsa 90% dan yuqoriroq aniqlikda kod yoza olyapti. Va eksperiment qilib tekshirib ko'rishgan paytda uni dasturlarni baglarini topish uchun tekshirib ko'rishgan, sinab ko'rishgan. Eng qizig'i, eng himoyalangan tizim deb qaysini bilasizlar? Linux tizimlarini bilasizlar, to'g'rimi? O'sha yerda manimcha OBS kimida qaysi biriniki edi? O'shani tekshirishganda 25 yildan beri bor bo'lgan bugni u topib berdi-da. O'shandan keyin qo'rqib qolishdi. Buni hozir agar biz ommaga chiqarsak, butun hamma tizimlarni buzib tashlaydi degan narsa. Ya'ni yosh bolalarni qo'liga tushsa, oladi, yosh bola $100 ga bitta tizim anaqani majos sotib oladi, hamma yoqni buzishni boshlaydi. Bu xavf bor, o'sha sababli ham ular hozir 50 ta kompaniyaga berishdi, qolganlarga berishgani yo'q. Lekin bu vaqtinchalik, ya'ni boyagi ketganlaridagi kod reviewni, buglarni tekshirishni hozir qilib ulgurib olishimiz kerak, tizimlarni yopib olishimiz kerak. Bizga 2 yilcha vaqt bersa kerak. Agar undan oldin chiqarib qo'yishmasa, agar biza tizimimizni o'zimiz yopmagan bo'lsak, unda ma'lumotlarimizni himoya qila olmaymiz. Shu sababli ham ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha boya Farhod ham shu narsani aytdi. Men AI ishlataman deyman-da deydi. Saidol akadan so'rasam, "Yo'q, to'xta, ishlatmaysan deb meni qo'limga uradi" deydi-ku, boya aytgan gapi. Nima uchun unaqa qilamiz? Sababi har bitta yangi chiqayotgan AI ni birinchi bo'lib uni korxonasini tekshiramiz. Compliantmi, ma'lumotlarni saqlashni to'g'ri qiladimi yo'qmi oldin tekshirib bo'lib, undan keyin xodimlarga ruxsat beramiz-da. Ayni shu narsani yo'lga qo'yib olishimiz kerak. Biz ham O'zbekistonda ma'lumotlarimizni to'g'ri saqlashimizni, ma'lumotlarimizni har xil tashqi vendorlar bilan ishlatayotgan paytimizda ular bizga to'g'ri qilib beryaptimi yo'qmi qilishimizni. Ana o'shanda majos chiqqanda sal yengilroq tortamiz. Ungacha afsuski hozir hech qanaqa yechim yo'q, ma'lumotlar ko'cha yechib ketadi. Buni sizga omonat talab ketganda savol berganlarga iltimos savollar beraylik deb o'tganlar. Buning uchun savollar bo'lish kerak, 4 ta dilada. Ha, 4 ta. Yana ikkita savol. G'ayrat. O'yladim biz hozir g'ayrat savol beriladi. Sizdan o'tib ketib qolish tab bo'lmaysiz. Qudrat aka maza qilib ismlarni aytdilar-da, men ham kimnidir shogirdlarni aytdingizmi dedim, o'xshamadi. Yo'q, nima bor, ko'taring. Tepaga. Hozirgi kunda o'zi shu kungacha kelishida stajyorga yaqin kurslarni o'qishdan jurnalistlarga yangi ishga qabulimiz juda ham qiyinroq edi. Hozir shunga kelib chiqqandan so'ng bu narsa juda ham qiynashib ketdi. Ya'ni stajyorlar yoki junior dasturchilarni o'rnida qiyinchilik egalab qoldi. Hozirgi mamlakatda ularga vakansiyalar ko'proq ochilish choralari ko'rilyapti. Ya'ni hozirgi kompaniyalar soni ortyapti. Chunki oldingi nisbatan hozirgi kunda yanada kam talab. Rahmat, savolingizni tushundim. O'zbekistonlikni aytib bera olmayman, lekin men sizga Angliyada bo'layotgan holatni aytib beraman. Angliyada hozir juniorlarni ishga olish 40% ga kamayib ketgan. Ya'ni endi graduated deydi, ya'ni universitetda endi bitirganlarni ishga olish hozir 40% ga kamaygan. Va davlat hech nima qilmaydi u yerda. Ya'ni chet elda bozor iqtisodiyoti bo'lgan joylarda davlat hech nima qilib bermaydi. Ular avrat korxonalar qanaqa shaklda talab qo'yib ishga olayotgan bo'lsa, o'sha shaklda davom etadi. Sun'iy shaklda ish joyini yaratish u ham yaxshi narsa emas-da. Chunki siz nimadan xohlayapsiz? Men o'qishni bitirdim, meni ish bilan ta'minlashsin xohlayapsiz-da. Unaqa bu yog'iga endi bo'lmaydi. Bu yog'iga boshqacha bo'ladi. Men o'sha korxonaning darajasiga chiqishim uchun nima qilishim kerak deyiladi. Men sizga bitta qiziq fakt aytaman. Biz bu yoqda O'zbekistonda ishga topshirishni boshlasak, bittasi kechigida yozdi meni kanalimda, anaqa kanalimni shaxsiysidan. Sadol aka men dedi, ishlarga topshirib olmay, hech qaysinisi ishga olmayapti dedi. Xo'p dedim, nechta joyga topshirding desam, menga 9 tami 10 ta korxonaning nomini berdi. Ya'ni 10 ta joyga ishga topshirganda. Sizga bitta zo'r fakt aytaman. Birinchisi, Angliyada 8 yildan beri yashayotgan, u yerda bakalavr tugatgan, magistraturani tugatgan bola 900 ta ishga topshirdi, hali ishga kirgani yo'q. Tushundingizmi? Yana boshqa bitta bola bor, 500 tasini topshirdi, hali topshirishni davom etyapti. Ya'ni bozor iqtisodiyotiga o'tilgan paytda shunaqa bo'ladi. Menimcha bizda ham sekin-sekin o'shanga qarab kelyapmiz. Shunga iloji bo'lsa kutmaylar, kimdir sizlarga ish joyi qilib berishini, harakat qilinglar, ish joyi bor bo'layotganlarni darajasiga chiqib turib ishga kirishga.
tadbirdagi javob bersangiz. Mana shu tekrar Kopda sizga o'shdan oldin 3 marta o'ylab qo'yiladi. Yoki o'sha vaqtdagi teklarni o'tkazib bizning zamonimiz rivojlanib turadi. Misol uchun agar operatsiya bo'lmasa, tamoman lekin shu tushunarli, rahmat. Birinchisi GitHubda turgan bo'lsa, GitHub yaqinda 2 oy bo'ldi menimcha, yangi politsiyaga chiqardi. Hamma yopiq repozitoriylarni ham men o'zimni o'sha Copilot'imda o'qib chiqaman degan narsani qo'ydim. Kirib uni o'chirib qo'yiladigan xabarni ham sizlarga emaildan yuborgan bo'lish kerak. Agar kimdadir masalan GitHubda private repozitoriyda, maxfiy repozitoriyda saqlayotgan bo'lsanglar, tekinida kirib o'sha narsani o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. O'chirmasanglar, sizlarning kodinglarni o'zi o'rganishni boshlaydi. Ya'ni shu paytgacha u sun'iy intellekt ochiq kodlarni o'qib o'zini o'zi o'rgangan bo'lsa, ana endi GitHubda tekinga saqlanayotgan boyagi gapda tekin narsa faqat sichqon anaqada bo'ladi. Mishlovkada bo'ladi degandek-da. Hozir yangi narsa chiqardi GitHub, demakki sizlarni private repository turgan kodinglarni o'qiy olaman deyapti. O'qib train qilmoqchi. Birinchisi o'shani opt-out qilib o'chirib qo'yinglar. Ikkinchisi, sun'iy intellektni ishlatayotganlar ham masalan kimdir cloudni tekinini ishlatadi, boshqa qiladi. Cloudni o'sha boyaga aytgandek biznes paketiga $20 bo'lsa ham biznes paketiga o'tib olishinglar kerak-da. Agar unaqa qila olmayman deydigan bo'lsanglar, unda sal boshqacharoq bitta VPS oling yoki boshqa oling. Qanaqadir shaklda lokal bilan ishlaysizmi, o'zingizni ishingizni qanaqadir himoya qilishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa ham kodingiz chiqib ketib qolaveradi-da. Ya'ni kodingizni himoyalash instrumentlari bor, uni ishlatishingiz kerak. Ishlatmasangiz, hozir ishlamaga e'tibor bermasangiz, u davr уже tugab qoldi-da. Rahmat. To'rtta savol bergan odam Farhod. Menimcha birinchisi qizimizga bersa bo'ladi. Yaxshi savol berdilar, ishga kirish masalasida. Tanish bo'lish bo'ladi. Samandar ismida bola bormi? Tanish bilish bo'lib ketdi bu yoq. Samandarga berishingiz kerak edi. Qudrat aka tepadan yaxshi savol bo'ldi. Himoyalash masalasida menimcha ularni chaqirsa yaxshi. O'shani 4 ta odam bormizmi? 5 ta-ku. Ha, yana 5 ta ekanmi? Samandar akaga olib qo'yilgan ekan, nima qilamiz? Yana bitta anaqani O'tkirbek yotdilar. 1 2 3 4 ta odam bo'ldik. Yo 5 ta ekanda. 5-chimiz kim edi unda? Qudrat aka, bunaqa yomon bunaqalar qo'yib qo'ymang. Qiyin ahvolga soldingiz, qarang bizlarni. Hop, bitta promptim bor. Savol beringlar. Rostdan ham boyaga to'xtayamda. Prompt deganingizga yaxshi fikr kelib qoldi. Boya birinchi promptda kimni shaxsiy ma'lumotini ko'rsatmadi ChatGPT. Menikini ko'rsatmadi. Siznikini ko'rsatmadimi? Yo'q, qoyilmi. Birinchi bo'lib mana shu o'rtadagi bolamiz qo'l ko'tardilar, maylimi shular bersin. Bo'ldi. Chiqib kela olsangiz keling shu yoqqa. Jasur, kel. Bu ham tanish bilish bo'lib ketdi. Yo'q. O'zi faqat tanishlar yig'ganmi shekilli bu yerda. Ishlatasiz, to'g'rimi? Sun'iy intellektni. Ishlataman, menikini lekin aytdi, seni ma'lumotlaringni saqlab qolmaganman deb chiqdim endi. O'chirib tashlaysizmi? Yo'q, hech narsa qilmaganman lekin. Yo'q, hech narsa bermagansiz. Ha, chiqdi-ku, lekin menda seni ma'lumotlaringni saqlab qolmagan. To'g'ri, lekin pasport ma'lumotlar hech narsa bermaganman. Bular oldin olgan ekanlar-da, Aziz aka. Malaviy. Rahmat. Rahmat, tabriklaymiz. Yaqin o'tiramiz. Sizlarning bitta rasmiy tushib. Keling. Keling sizlar. Yonroqqa. Rahmat katta. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling. Do'stlar, charchab qolmadinglarmi? Bugungi tadbirimiz hammaga foydali bo'ldi deb umidamiz. Yana va yana qaytaraman. Kamida network, ko'pida bilim, ustozdan kelgan tadbirning asl maqsadi ham o'zingiz ham asl maqsadi ham tashkilotchilar bilan gaplashganmiz. Shundan iborat. Ya'ni hamjamiyat tashkilotchilardan iborat emas.
sizlar kelganlaringiz mana shu hamjamiyat, sizlar UzGeeks. Sizlar kelganlaringiz, reaksiya ko'rsatganlaringiz, ijtimoiy tarmoqlarda, o'zlaringizni bloglaringizda UzGeeks haqida gapirganlaringiz shu hamjamiyatni yuritishga katta yordam beradi. Yana bir marta rahmat vaqt ajratganlaringiz uchun. Spikerlarimiz shu yerda, mentorlarimiz, ustozlarimiz kelgan. Savollaringiz bo'lsa, o'zini qiziqtirgan savollar, aytganimdek shaxsiy savol bo'ladimi, ish bo'yicha bo'ladimi, bemalol mentorlarimiz, ustozlarimiz har doim o'z tajribalari bilan bo'lishga tayyor. Shu uchun kelishgan. Ushlab olinglar, savollaringizga javob olinglar. Spichimiz oxirida yana bir marta tashkilotchilarga, Aziz aka boshchiligidagi Bahriddin aka, Murodjon aka, barcha volontyorlar, ushbu tadbirni tashkil qilishga yordam bergan, yaqindan yordam bergan Raqamli texnologiyalar vazirligi rahbariyatiga va umuman UzGeeksni hamkorlari va sizlarga alohida rahmat. Bunaqa tadbirlar yana ko'payaversin, hamjamiyatlar ko'payaversin. Sababi mana shu hamjamiyatlar o'rtamizdagi o'zbekchilikda, tanish bilishlikda, chunki har doim yo'limiz kesishadi. Bugun bo'lmasa ertaga. Shuning uchun ushbu tadbirlarni qo'llab-quvvatlanglar, o'z hissalaringizni qo'shinglar. Shu so'zimning oxirini qizni ko'rsanglar kerak, olmagan gapi bor. Xudo omadingizni bersin. Rahmat barchaga, hammani obshifodaga taklif qilamiz. Rahmat. Ustozlar, do'stlar.